assalomu alaykum. Hurmatli bugungi xalqaro ilmiy tadbirimizga tashrif buyurgan mehmonlar, rahbarlar, hamkorlar, do'stlar va eng asosiysi psixologiya faniga qiziqish bildirayotgan O'zbekiston fuqarolari. Sizlarni bugungi konferensiyamizga kelganingizga xush kelibsiz deymiz va bundan albatta juda cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Konferensiyamizni rasmiy qismini ochib berish uchun so'z Profi universiteti rektori, psixologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi haqiqiy a'zosi, akademik Sho'marov G'ayrat Bahromovichga beriladi. Marhamat olun. Hurmatli ustozlar, hurmatli o'zimizning talabalar, bugun xalqaro konferensiyamizni faqat Toshkentda emas, balki Navoiy Profi universiteti ham qatnashyapti. Bu yerda bevosita rektor Olbert Aleksandrovich rahbarligida hozir zalda yig'ilishgan va shu anjumanimiz, ya'ni bugungi konferensiyamiz bu yerda to'liq translyatsiya qilyapmiz. Va Olbert Aleksandrovich ham hali dasturda borlar, so'zga chiqadilar. Bugungi kundagi mavzuyimiz bu Fanlar akademiyasining bevosita akademiklar loyihasi doirasida o'tkazilayotgan muammolardan bittasi, ya'ni oila muammosi. Endi shu oila muammosi bevosita mavzuga o'tishdan oldin avvalambor men bir narsani ta'kidlamoqchi edimki, har bir narsani asosida oila yotadi. Har birimizni dunyoga kelishimiz bormi, shaxsiyat shakllanishimiz bormi va keyin ma'lum bir natijalarga erishib, farzand, nevara, chevaralardan keyin ma'lum yillardan keyin kuzatilishimiz bormi, hammasi oila bo'ladi. Va bizga nasliy meros beradigan ham, shu nasliy merosni to'liq realizatsiya qilish uchun shart-sharoit yaratadigan ham oila hisoblanadi. Shu sababli bu yerda bugun oilashunos olimlarni, yetakchi olimlarni, ya'ni oila va ilm institutining direktorlarini ham, hamma rahbarlarni bu yerga taklif qilamiz. Bevosita oila bo'yicha shug'ullanayotgan olimlarimiz va nafaqat olimlarimiz, balki hokimiyat xotin-qizlar qo'mitasi raislari, Buvijon kengashi raislari ham hozir ishtirok etishyapti. Mavzuchilar hammasi shu yerda. Shuning uchun men ruxsat etsanglar, bevosita kirish so'zidan keyin mavzuni ham o'tkazaman. 2-3 marta chiqib sizlarga diqqatinglarni suiiste'mol qilmaslik uchun birodalar mavzuni ham suhbatlashib olamiz. Va suhbatimda qisqacha to'xtalib o'taman. Saidov Baxtiyor Odilovich, tashqi ishlar vaziri, o'zingiz bilasizlar, hozir Samarqandda necha yillardan beri ko'chma yig'ilishini, ya'ni ko'chma assambleyasini o'tkazmagan, faqat Parijda o'tkaziladigan assambleyasini Samarqandda o'tkazilyapti. Shu munosabat bilan ular hammasi Samarqandda hozir. Nafaqat ular, balki boshqa bir qator rahbarlar ham hozir Samarqandda. Shu sababda qisqacha ularning ma'ruzalari haqida ham gapirib o'taman. Endi ruxsatingizlar bilan shvaytik, men bevosita oila instituti zaiflashib boryapti. Zaiflashib borishi, mana slaydda hozir ko'rasizlar, men ko'p o'qib o'tirmayman. Bu Iroqdagi urushmi, Liviyadagi urushmi, Muammar Qaddafiyning taqdirimi, Suriyada urushmi va bugungi kunda ham Netanyahu nima qilyapti ko'rib turibsizlar. Gaz sektorida nima holat bo'lyapti? Necha minglab odamlar, begunoh ayol, farzandlar, bolalar hammasi olamdan o'tyapti. Bularning hammasi o'sha bitta, ikkita, uchta sanoqli shaxslarni individual psixik xususiyatlari, ma'lum narsalarga da'vogarligi mana shu munosabatda bo'lyapti. Va shu shaxslar qayerdan keldi? Shaxslar so'zsiz oilada dunyoga keldi. Shaxs sifatida oilada shakllandi. Shuning uchun oila juda muhim rol o'ynaydi. Va shu bilan birga bu faqatgina
bu yerda faqat negativlarni ko'rsatayotgan yo'qmiz. Yo'q, birinchida pozitiv ish olib borayotganlar ham bor. Va shu bilan birga rasmiy ko'rsatmayotgan qanchadan qancha rahbarlar bor, juda yaxshi ish olib boryapti. O'sha emas, boshqa emas. Va misol aksincha ular tinchlik, xalqparvarlik yo'lida ish olib boryapti. Shu jumladan o'zimizni davlat rahbari ham, Shavkat Miromonovich ham oxirgi 10 yillikda qanday o'zgarishlar bo'lyapti. Va shu o'zgarishlarning bittasi mana shu nodavlat ta'lim muassasalarining yuzaga kelishi. Nodavlat ta'lim muassasalarining yuzaga kelishi natijasida mana shunday shohona, mana shunday zalda o'tirib konferensiya o'tkazishimiz va shu borada shuni o'zini qurgan, boshqa qilgan, uzr so'rayman, Begmat aka, men sizni bir daqiqa bu yerga taklif qilaman. Mana shu inson shularning o'g'illari Bektosh Begmatovich mana shunday koshonani qurgan. Mana yerda xususiy maktabga ega bo'lgan. Bu yerda Navoiyda alohida universitet qurilgan. Bu yerda xususiy bog'cha bo'lgan. Balki boshqa nodavlat ta'lim muassasalaridan farqli ravishda bu tadbirkorni hamma xonalari, hamma binolari, hammasi xususiy hisoblanadi. Bu arenda emas bu. Shuning uchun men avvalambor mana shu tadbirkorni, shunday insonni ikkita oliy ma'lumotga ega bo'lgan, ham O'zbekiston Davlat jahon tili universitetini bitirgan, ham yuridik universitetini bitirgan, ham yurist, ham tarjimon bo'lgan insonni va shu ikkita o'sha mutaxassislikdan tashqari tadbirkorlikda juda katta muvaffaqiyatga erishgan, hozir sanab o'tilgan narsalar hammasi asosida bu Bektosh Begmatovich dunyoga keltirib shaxs sifatida shakllantirgan Begmat Toshmatovich bo'ladi. Otalar. Oyib turib biz xursand aytamiz, kelinglar, ularni tanishtiramiz. Atidan men bularni zo'rlab shu yerga taklif qildimki, ko'rishsin. Mana bu oilaning mahsuli. Mana bu oilada katta bo'lgan shaxsning mahsuli. Shuning uchun sizni bir ko'rsatib qo'ydim, tanishtirib qo'ydim, tanib olishdim. Juda mana shu qurilishda ham siz bir главный prorab vazifasini bajargan bular. Navoiyda ham yangi binoni qurgan bular. hali ko'p quramiz. Rahmat. Ustoz hijolatga qo'ydingiz. Katta rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz talabalar. Biz mana shu anjumandan sizlarni sog' salomat ko'rib turganligimdan juda xursandman. Sizlarga keyingi ishlaringizda ham omad tilayman. Omad, sog'lik tilayman. Eng asosiysi, hozir ko'p vaqtlaringizni olmasdan qisqa va lo'nda qilib aytaman. Ustoz, sizga boringizga shukr. Mana shuncha shogirdlaringiz bilan mana shu anjumanni olib boryapmiz. Bundan men juda katta xulosa olaman degan umiddaman. Bu oila muqaddas, aytganingizdek, barcha ishlarni boshida bu oila turadi. Bu qiyin, bu muammo, minglab muammolari borda oilani. Bu ko'rinmas muammolari bor buni. Shuning uchun bu juda qiyin. Buni yechimlari ham bor albatta. Yechimlari. Ustoz, sizga mana shu olib boradigan barcha ishlaringizda omad tilayman. Mana shu ustozlarimga ham omad tilayman, sog'lik tilayman. Biz yana yangilik yaratishda charchamaylik. Biz talabalarimizga nimaiki bo'lsa bajonidil bajarishga harakat qilamiz. Chin yurakdan. Ustozlarimizga ham biz o'ylaymizki, mana bu yerda talabalarimiz kelajakda nafaqat O'zbekistonda butun dunyoga mashhur insonlar bo'lib yetishishiga men umid qilaman. Men ishonaman. Rahmat sizlarga. Katta rahmat. Katta rahmat sizga. Rahmat. Begmat aka, uzr so'rayman, men iliq so'zlarni eshitish uchun chaqirgan yo'qman, bilib boshqa tushunishmasin. Hurmat talab deymanda yo'q shaxsimda. Katta rahmat, faqat sizni tanib olishsin. Rahmat. Shu oilani tanib olishsin, ko'rib olishsin. Shu tufayli va bu nima asosda mana sizlarga shunaqa sharoit yaratgan o'z-o'zidan prezidentimiz bo'ladi. Oxirgi 10 yilda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti.
Mana shunday nodavlat ta'lim muassasalari bor edi, faqat bog'chalar, boshqalar ular ham yetarli emas edi. Hozir juda hamma sharoit bor. İlgari 10%gina zo'rg'a arang qandaydir yo'llar bilan oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'ladigan bo'lsa, hozir bemalol 30% talaba bo'lyapti. Va 30% ba'zi talabalarni o'zi ishlab, o'zining nafasini hammasini qoplayapti kontrakt bilan. Endi biz bevosita mavzudan chetlashmasdan muammolarga o'tamiz. Ruxsatliman, nima uchun men gapiryapmanki, bu narsalarni biz faqat bu yerga muammolarni ko'rish uchun yig'ilgan yo'qmiz. Biz to'g'risi bo'lgan narsani, yaxshi tomonlarni, rahbarlikni shunchalik xalqparvarlik natijasida juda ko'p narsaga erishayotganlarini men sizlarga yana bir bor e'tirof sifatida aytmoqchiman. Ba'zan olimlarni 90 yillik o'tkazadi, ba'zan 100 yilligini o'tkazishadi. Allaqachon ketib bo'lgan odamni juda ko'priga ko'tarib, juda yaxshi bu. Bu eslash yaxshi. Shuni qilishimiz kerak. Lekin hayot davomida shu narsani eshitib ketish kerak shu inson. Shuning uchun men ham Buyukko'da ularni chaqirgan yo'qman. Xursand aka, sizni bir ko'rib olishsin yana bir marta. Ikkovinglar chiqinglar. Mana oila ko'rdinglarmi? Mavzuyimiz oila. Rahmat. Xursand aka bilan uzoq yillar ishlagan pedagoglar. Pedagoglikka qaramasdan, yoshlarga qaramasdan endi to'g'ri, hozir 17 dan 20 ga qarab ketdilar. Lekin hozir ham yana o'zida ishlab, yana o'qiyaptilar, yana qayta o'qiyapti. Qayerdalar desam, yo'q, o'qishdalar deydilar. O'qish tugaydimi, yo'qmi deb hayron bo'laman men. Shuning uchun katta rahmat sizlarga. Endi bevosita muammolarga o'tamiz. Bir topqirlar. Oila, men hali aytdim, har birimiz, har bir shaxs, allomalar bormi, hozirgi rahbarlar bormi, boshqa bormi, Bush ota davrida qanday bo'ldi, Bush o'g'il davrida nimalar bo'ldi AQShda? To'g'risi. Va yana ularni hammasini ko'rsa, o'sha rahbarlarda men hozir davlatlarga boshqa bevosita rahbarlarga o'tib ketmayman, siyosiy tomonga o'tmayman. Hammalar bilasizlar, o'qib boryapsizlar ijtimoiy naqada. Shuning uchun oilada shaxs eng asosiy rol o'ynaydi va muammolarimiz nimadan iborat deganda jinoyatchilik bor, oilada zo'ravonlik bor, zo'ravonlikni jismoniy, psixologik, iqtisodiy to'rtta turi bor. Beshinchisi endi ko'proq ishxonaga ma'muriy deymiz, u zo'ravonliklar bor. Shu zo'ravonlikni asoratchi sifatida bilasizlar, suitsid bor, o'z yoniga qasd qilish bor va keyingi naqada slaydda ko'rsatamiz mana giyohvandlik. Bugungi kunda eng og'ir bir muammolarimizdan bittasi giyohvandlik. Bu qanchadan qancha yoshlarni olamdan o'tkazyapti. Qanchadan qancha yoshlarni katta aqliy potensialga, ma'naviy potensialga ega bo'lganlarni hammasini yo'q qilyapti. Giyohvandlik. Ozgina pul deb turib, kimdir olib keladi, kimdir uni sotadi, kimdir iste'mol qiladi. Ayniqsa iste'molchilar juda nobud bo'lyapti. Shuning uchun bir yosh avlodda ma'lum qismini yo'qotib qo'yapmiz. Va shunisi eng achinarliki, yaxshi potensial, aqliy potensialga ega bo'lganlarni, yaxshi katta ziyolilarni, rahbarlarni, bolalarni narkomaniyaga, narkotikka o'tirishadi. Chunki ular pul bor, pul asosida bemalol narkotikka olinadi. Hali kam ta'minlanganlar narkomaniyani shug'ullana olmaydi. İmkoniyati yo'q. Va yana bir marta aytamanki, o'sha jamiyatni endi rivojlanishga katta hissasini qo'sha olishi mumkin bo'lgan potensialga ega bo'lgan yoshlar ma'lum qismi ketyapti narkomaniya tufayli. Oiladagi ajrimlar. Bu ajrimlarni men ma'ruzada ham aytaman, hammasini faqat ajrimlarni yomon ko'z bilan ko'rish kerak emas. Ma'lum oilalar bo'lmaydigan bo'lsa ajralgani ma'qul. Bir-birini o'ldirib qo'ygandan ko'ra, joniga qasd qilgandan ko'ra, alohida yashagani, boshqa oila qurgani, vaqtli oila hayot kechirgani yoki o'zi mustaqil yashagani ma'qul. Lekin ajrimlarni ma'lum soni hech qanday sababsiz, ya'ni o'z-o'zidan oilada bo'ladigan yengil nizolar asosida
hech qanday asossiz ajralishlar bo'lyapti. Va bu so'zsiz otasiz o'sayotgan bolalar, farzandlar va o'z-o'zidan oiladan oilaga keyinchalik bu ta'sirini ko'rsatadi. Noto'g'ri oila sonining oshishi, otasiz onalar farzandlarni sotishi. Men ilgari ham aytganman. Yaxshi bilasizlar, urush davrida hozir Severniy vokzal deymiz, ilgari vokzal. Bitta edi, Toshkent vokzaliga kelgan yetimlarni kechgacha hammasini olib ketishardi. Hozir o'zini farzandini arzimas pulga sotyapti. Oiladagi qotilliklar. Burat Bobojonov rasmiy hisobotiga ko'ra, bundan 2 yil oldin agar biz 100% qotillik jamiyatda O'zbekistonda desak, 36% oilada sodir bo'lyapti. 36% juda katta raqam bu. Eng yaqin kishisini bir-birini o'ldirishyapti. Har yil 2,5 ming odam suitsiddan olamdan o'tyapti. Bu faqatgina bizda emas, dunyoda 1 milliondan ortiq odam olamdan o'tyapti. O'zimga qasd qilib. Va uni faqat 15% ruhiy kasal. Vaholanki 85% ruhiy sog'lom. Buni asosiy men nima uchun bunga ko'proq urg'u beryapmizki, psixologik muhit sog'lom bo'ladigan bo'lsa, yoki psixologik savodxonlik yetarli bo'ladigan bo'lsa, yoki psixologik xizmatni yetarli yo'lga qo'ygan bo'lsak, suitsidni bo'lmaganda yarmisidan ortig'ini bartaraf etishimiz mumkin edi, oldini olishimiz mumkin edi. Afsuski, bu narsa yetarli bo'lmayapti. Eng achinarlisi, butun dunyo bo'yicha suitsid asosida o'lganlarni VOZ ma'lumotiga ko'ra, Всемирная организация здравоохранения deymiz, butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 3 ta erkakga 1 ayol to'g'ri keladi. Srednestatistik dunyo bo'yicha bizda ayrim viloyatlarda 2 ga 1, ayrim viloyatlarda 1 ga 1, 50-50, ayrim viloyatlarda 2 ta ayolga 1 erkak to'g'ri kelyapti. Bekorga oila va gender instituti tashkil etilgani yo'q. Bekorga ayollarga juda katta e'tibor berilayotgani yo'q bu yerda. Masalada juda katta potensial bor. Afsuski, mana bu sodir bo'lyapti. Va bizda srednestatistik, ya'ni o'rta statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'z berayotgan ma'lumotlarga ko'ra biz o'zimiznikini bilamiz, lekin o'sha dunyo bo'yicha taqqoslaganimizda bolalarni o'limi ham bizda ko'proq O'zbekistonda. Bu juda achinarli hol. Bu juda katta muammo. Avlod orasida hissiy emotsional yaqinlik zaiflashib boryapti. Ota-ona o'zini farzandlarini olib borib qariyali uyiga topshirishyapti, nogironlar uyiga topshirishyapti. Ota-ona, men tushunaman. Bundan bir 20 yil oldin Ohangaronda borib ko'rganda 3.6% mahalliy millat kishilar edi. Hozir 50% dan oshgan. Xulosa, o'zingiz chiqarishingiz mumkin. Oliy ma'lumotli, 2 ta o'g'illi oila borib, onasini umrini qisqartirib, olib o'shanaqa joyga topshirib ketishyapti. Bu juda achinarli hol. Ba'zi xalqlar o'zining milliy qadriyatlarini ham yo'qotib boryapti. Oiladagi nosog'lom muhit, mana ko'ringlar, gipertoniya bormi, stenokardiya bormi, qandli diabet, oshqozon yarasi, depressiya, psixosiniya, bir qator teri kasallik hammasini asosida psixogen etiologiya yotadi. Ya'ni psixogen o'sha nosog'lom muhit keltirib chiqarishda eng asosiy rolni bajaryapti. Bu ham psixologiya bevosita bizni shug'ullangan eng asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Endi sabab va omillar nimada deganda buni ko'ryapsizlar. Urbanizatsiya, shaharlash yaxshi, shahar hayoti yaxshi, so'zsiz yaxshi. Lekin uni boshqa tomonlari ham bor. O'shalarni o'ylashimiz kerak endi. Ayrim haqida yoshlar namuna sifatida o'z xalqining milliy me'yorini to'liqligicha yo'qotib boryapti. Bilan usta qolganini to'xtalib o'tamiz. Har bir xalq, millat o'z xalqlarining inson uchun mantiqan to'g'ri, ammo bobolariga o'sha bevosita o'zini qadriyatlarini yo'qotib borish. Buni konkretlashtirish. Ijtimoiy informatsiya. Men siyosatshunos emasman, lekin juda ko'zga ko'ringan
xalqaro siyosatshunoslarning gapi bo'yicha, bevosita ma'ruzalari, ilmiy ma'ruzalari bo'yicha nima deyilyaptiki, kapitalizm 20-asr oxirida o'zini eng oxirgi rivojlanish nuqtasiga yetib bordi kapitalizm. Va rivojlangan davlatlar hammasi kapitalistik davlatlar-ku, endi birortasida bir sotsialistik davlat yo'q. Rivojlangan davlatlar ichida. Endi shu rivojlangan davlatlarni yana aytib diqqatinglarni jalb qilamanki, o'sha rivojlangan davlatlarni kapitalizm oxiriga yetkazilgandan keyin endi transformatsiya boshlandi. Endi kapitalizm o'zini jamiyatini transformatsiya qilyapti, yangilayapti. Biz bugungi kunda o'sha sotsialistik tizimdan chiqib, ko'p jihatdan kapitalistik davlat quryapmiz. Lekin kapitalizm o'zi yana transformatsiya qilyapti. Ya'ni bizda idealli o'zi yo'q. Shuning uchun bizda hozir sotsialistik prinsiplar ham bor, qonunlarimiz ham bor. Hozir kapitalistik tomonga ketyapmiz, shaxsiy mulk o'z-o'zidan yangi jamiyat quryapmiz. Va yangi jamiyat qurishga bu faqat biz emas, umuman rivojlangan davlatlarning juda ko'pi mana shu yo'lda. Hozir metodin proba yashabu deydi, nima qurayotganimizni ba'zan o'zimiz bilmaymiz hali. Bu bir tanqidiy fikr emas, bu fakt, bir real fakt. Shunda o'tish davri bo'lgandan keyin u faqat bizda emas, o'sha rivojlangan davlatlar ham endi o'tish davriga o'tdi. Transformatsiya bo'lgandan keyin bu jamiyat o'zining talabini yetarli qondirib bo'lgandan keyin va e'tibor beringlar, hozir juda ko'p yerda radikalizm, shovinizm paydo bo'ldi. Bir yaqinda Chilonzorda bo'lgan voqeada Moskvadan O'zbekiston bizga hisobot bersin degan da'vo bo'ldi, eshildi bor. Bu nima bu? Rossiya uchun biz kim o'zi? Koloniyamizmi biz? Hisobot beramiz. Masalanda yoki endi Trump borib o'zicha mana bu davlatga bir hujum qilib, boshqa qilib, Ironni san mana buni rivojlantirmaysan, bo'lmasam senga urush ochamiz deb e'lon qilib, Suriyani nima qildi, boshqalar nima qildi ko'ryapsizlar. Netanyahu nima qilyapti ko'ryapsizlar. Shuning uchun bunida ham murakkab. Yaqinda bir o'sha olimning ma'ruzasini eshitib bir narsaga e'tibor berdim. Rivojlangan davlat demografiya ancha og'ir-ku hozir. Tug'ish foizi juda past bo'lganligi uchun aholining o'sishi keskin qisqarib boryapti. Migrantlar sifatida migrantlar tarzi oshib boryapti. Mana shunda nima dedi? Men e'tibor berdim. Заселение народами Южного Востока и Северной Африки deyapti. Благодаря заселению, точнее говоря, засорению degan so'zni ishlatdi. Ma'nosini tushundinglar. Demak, Yaqin Sharq xalqlari, buning ichida qisman biz ham kirib ketamiz. Bularning hammasi boshqa davlatlarga o'tib, biz bamisoli ularni buzayotganmishmiz. ifloslantirayotganmishmiz genetik jihatdan. Bu nima deyiladi? Bu shovinizm. Klassik formasi shovinizm. Shuning uchun mana qancha migrantlarimiz ustidan Rossiyada nima bo'lyapti holat. Bekorga Baxtiyor Odilov Saidov o'zlari doktorlarini aytib qo'ymaganlar va bermaganlar sbornikka. Bu yerda umuman vatandoshlarimizni hozirgi, ayniqsa migrantlarimizni holat haqida gap boryapti. Migrantlarning ham juda ahvoli og'ir hozir chet elda. Va qancha ma'lumotimiz past bo'laversa, shuncha oylik kam bo'ladi, shuncha hurmatsizlik, shuncha bizni aldash bo'ladi, shuncha biz kam topamiz va betiga oilamizni ham yetarli boqa olmaymiz. Shuning uchun imkoni boricha biz hozir ishora ko'ryapmiz, Profi universitet, Yaponiya va boshqalar ularga migrantlarning oliy ma'lumotlarni jo'natish masalasini qo'yyapmiz. Endi oldini olish bo'yicha nima qilishimiz kerak? Birinchidan transformatsiyada bir o'ylashimiz kerak, qanday umuman jamiyatni tuzayotganligimiz haqida. Shuning uchun o'zimizni transformatsiya paytida yangi jamiyat, yangi O'zbekiston qurayotgan paytda o'zimizga xos bo'lgan asrlar davomida bizga xizmat qilib kelayotgan o'zimizni milliy qadriyatlarimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak.
Biz birinchi navbatda nima qilishimiz? Birinchi navbatda biz yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashimiz kerak. Umuman avloddan avlodga o'tishda doim avlodlar orasida qarama-qarshilik bo'lib kelgan, ziddiyat bo'lib kelgan. Ota-onalar avlodi bilan farzandlar orasidagi ziddiyat an'anaviy doim bo'lgan. Lekin bugungi kunda o'tish davrida bu juda murakkablashayapti. Shuning uchun bu masalada ayniqsa mana birinchi navbatda oilaviy hayotga mana masalan 11 ta funksiyasi bor, bitta ham funksiyasini ko'pchilik bilmaydi. Faqat buni hammasini biz o'qitishimiz kerak. Hatto ittifoq davrida bu narsa o'qitilgan. Lekin biz buni hozir o'qitmayapmiz. Ilgari o'qitganmiz. Hozir ta'limdan chiqib ketdi bu. İmkoni boricha 9 sinfdan keyin texnikum ketadi yoki 10, 11, 12 endi 12 yillikka o'tamiz. Lekin 12 yillikka o'tish yuqoriga qarab emas, past hisobidan 1 yil qo'shilish hisobidan 12 yil bo'ladi. Shuning uchun 9 sinfdan boshlab buni o'qishimiz kerak. Bu ikkita narsani beradi. Oilaviy hayotga tayyorlashni beradi. Keyin maktab psixologi bilan yoki texnikum psixologi bilan o'quvchi orasidagi muloqotni yuzaga keltiradi. Bugungi kunda psixolog bor, lekin psixolog sifatida maktabda ishlay olmaydi. Yordam ko'rsata olmaydi. Faqat bu yerda yoki naqa bo'lmasligida emas. Yo'q, zo'r psixolog bo'lsa ham u darsdan ola olmaydi. Uchun dars vaqtida hech kim jalb qila olmaydi. Ertalab yugurib kelishadi, kechqurun abitdan keyin yugurib ketishadi. Psixologdan bevosita muloqot qiladigan, faqat urush janjal qilgan, boshqa qilgan, temda bolani ishlaydi psixologda. Shuning uchun psixolog bilan bevosita bolani kontaktini o'rnatish uchun psixolog dars berish kerak. Bolani bilish kerak, abituriyent bilish kerak. Shu dars berish mobaynida savol-javob bo'ladi. Shu borada muloqot o'rnatiladi, kontakt paydo bo'ladi. Shu borada keyin kerak bo'lsa bola darsdan keyin o'zi qolib, bitta maslahatim bor, sizdan so'rashim kerak deb o'zi murojaat qiladi. Mana shunda psixologik xizmat yuzaga keladi. Bugungi psixologik xizmat psixologga, maktabdagi psixologga faoliyatida deyarli yo'q desa bo'ladi. Faqat qiyin tarbiyalanuvchi boshqa bolalar ham ishlaydi. Endi ilmiy ommabop kitoblarni juda bitta mutaxassislar hammalar to'g'ri tushuninglar, imkoni boricha bugungi kunda bolalarimiz katta kitoblarni o'qimaydi. Ilmiy terminlar yozgan kitoblarni o'qimaydi. Uni ilmiy ommabop sifatida berish kerak. Qisqa ozgina qilib berish kerak. Chiroyli qilib berish kerak. Chunki ilmiy ommabop kitoblarni nomini ham chiroyli qilib turib bersanglar, shuni imkoni boricha tezroq savodxonligini oshiramiz, psixolog savodxonligini oshiramiz. Dissertatsiya tadqiqotlarimiz juda ko'p hozir dissertatsiya tadqiqotlar. Juda ko'p olib boryapmiz. Bu yerda ko'pinglar kengash a'zosilar, kengash raislari sizlar, institut direktorlari sizlar. Mana shunday kengashlarda juda ko'p dissertatsiya yopilyapti-ku, lekin uni bevosita amaliyotda qo'llash natijasini amaliyotga tatbiq etish yo'q hisobda. Dissertatsiya yoqiladi, dissertant xursand bo'ladi, natijada pog'onlarni oladi, anta oyligi oshadi, bo'ldi shunam tinch anta dissertatsiya chang bosib yotaveradi. Shuning uchun bir kunda bunga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa kengash a'zolari, kengash raislari shunga e'tibor berishini so'rayman. Hammamiz bunga e'tibor berishimiz kerak. Dissertatsiyadagi juda yaxshi bir qimmatli tomonlarini tatbiq etish mexanizmi ishlab chiqishimiz kerak. Shunda olib borsangiz bo'lmaydi. Ha, biz ham hozir qo'llayapmiz, faqat dasturlarga kirityapmiz. Mana masalan dasturga kiritish kerak, buni masalan dasturga kiritish kerak. Bu faqat kadr tayyorlashga xizmat qiladi. Lekin amaliyotga xizmat qilish kerak. Amaliyotga xizmat qilish uchun nima qilish kerak? Qandaydir manfaatdor bo'lish kerak o'sha tatbiq etayotgan odam. Shuni mexanizmini aqlcha yetarli hamma dedi. Shuni o'ylashimiz kerak birgalikda. Aholiga psixologik yordam, psixodiagnostika rivojlantirishimiz kerak. Psixodiagnostika bizda juda orqada hozir. Faqatgina eski metodikalarni ishlayapmiz. Va hozir mavjud bo'lgan, ishlagan metodikalarimizni ham
ekspertiza qilgan odamni o'zi yo'q. Anta borib pulingizni olib, sizga 2 kundan keyin pulingizga shartnoma berib, avtorskiy svидетельство mualliflik guvohnomasini berib, shu ham siz ham xursand, u ham xursand, lekin natija yo'q. Buni o'ylashimiz kerak. Har bir oliy ta'lim muassasasi o'zida psixologda bormi? Mana talabalar o'tiribdi. Shu psixologlar masalan bu profi universiteti bo'ladimi, oliy fanlar bo'ladimi yoki boshqa isbitlar bo'ladimi? Bu yerda ma'lum bir psixologik konsultatsiya bo'lishi kerak. Aholi kelish kerak. Sizlardan, hokimiyatdan, boshqadan, shu mahalladan aholi kelib, chetdan konsultatsiya olish kerak. Bu yerda professor, dotsent, o'qituvchi yonida talaba ham o'tiradi. Natijada talaba oladi. Talaba ishtiroki shart bo'lmasa, talaba kamerada naryoqda o'tirib, boshqa xonada butun auditoriya ko'rib turishi mumkin. Psixolog qanday ishlayapti, qanday maslahat beryapti, qanday kutib olyapti, qanday ish olib boryapti. Bu dual ta'lim-ku bu. Bu amaliyot-ku, bu jonli amaliyot. Buni qilishimiz kerak. Ham sizlarga foyda, mahallaga foyda. Ham bizga foyda, kadr bevosita ko'radi. Tibbiyot shuni qiladi-ku. Nimaga biz qilmaymiz? Endi mana tibbiyot ham bizga oldik o'zimizga. Navoiy ham tibbiyot o'ziga oldi. Lekin biz buni albatta joriy qilishimiz kerak. Zamonaviy o'zbek oilasi ismiy psixologik modelini yaratishimiz bizning akademik loyihamiz hisoblanadi. Zamonaviy o'zbek oilasi o'zi qanday bo'lishi kerak degan savolga ilmiy asosda javob berishimiz kerak. Bu yerda milliy qadriyatlar ham o'zining ifodasini topsin. Va shu bilan yangilik ham bo'lsin. Yangilik nima? To'ylarda yangilik bo'ladi. To'ylarda nima qilishadi? 3-4 kun vals tushishga o'rgatishadi. Kuyov kelin hammasi albatta chiqib vals tushish kerak. Bir dakika vals tushishdan tashqari, ana Xorazm o'yini ikkitasi yoshku, o'rgansin, o'zini ko'rsatsin, bir Xorazm raqsini ko'rsatsin. Nima qilib Xorazm raqsida chol bilan kampirni chiqaramiz, raqs tushganda? Nimaga yosh kuyov kelinni chiqarmaymiz? Nimaga vals tushishimiz kerak boshqa madaniyatdan? Keyin yana bitta narsaga e'tibor berishki, Yevropa xalqlari, bu Yevropa xalqlari ko'p narsa biz olyapmiz. Men millatchi emasman. Kerak bo'lsa Chukchidan olaylik, boshqasidan olaylik, Eskimosdan olaylik, xohlagan millatdan olaylik, lekin faqat yaxshi tomonini olaylik. Bizni milliy qadriyatlarimizga xalaqit bermaydigan, milliy qadriyatlarimizga zid bo'lmagan, o'zimizning milliyligimizni yo'qotmaydigan, etno-psixologik xususiyatlarimizni saqlab qoladigan va ulardan olib o'sha elementlarni o'zimizni o'zbeklashtirib, mana bunday qilib boyitib chiqarishimiz kerak. Buni qilishimiz kerak. Qilishimiz qo'limizdan kelmaydimi? Aqlli juda ko'p bir topqirlar. Buni qilishimiz kerak, shart bo'lish. Men buni gapirdim. Bo'ldi. Men vaqtdan ko'p nima qilmayman. Suiiste'mol qilmayman. Mana shu vaqtni ko'p yevardim shekilli. Katta rahmat, uzr so'rayman. Endi meni hurmatimni qilib, yoshimni hisobga olsanglar, yeb o'tiribsizlar. Rahmat. Soat ko'rsatmasdan. Katta rahmat sizlarga. Savol javoblar bo'lsa biz tayyor. Rahmat. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda, balki jahonda oila sohasidagi, oila psixologiyasi yo'nalishidagi eng global muammolar haqida fikrlar taqdim qilindi. Shuning uchun bu akademigimiz gapirgan har bir gapi pirovardida siz talabalar uchun magistrlik, doktorlik, bitiruv malakaviy ish mavzusi darajasi bo'lishi mumkin. To'g'ri xulosa chiqarasiz va buni tahlil qilasiz degan umiddaman. Universitet ta'sischilariga va akademik Shomar Bahromovga yana bir marta tashakkur izhor qilamiz va katta samimiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi bugungi tadbirimizga tabrik uchun, o'zlarining yaxshi fikrlarini bildirish uchun juda ko'p mehmonlarimiz tashrif buyurgan. So'zni O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi huzuridagi Oila va gender instituti direktori, pedagogika fanlari doktori, professor Egamberdiyeva Nodir Melibayevga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum ushbu anjuman ishtirokchilari, assalomu alaykum ustozlar, mehmonlar.
Bugun ushbu anjumanda qatnashib turganimdan bag'oyat xursandman. Ko'rib turgandek juda ko'p shogirdlarimiz, juda ko'p ustozlarimizni ko'rib turibmiz. Albatta hammamizga ma'lum, oxirgi 9-10 yillikda O'zbekistonda juda katta ijtimoiy iqtisodiy siyosat, ijtimoiy iqtisodiy islohotlar amalga oshirilib keldi. Mana shuni bitta natijasi sifatida men bugungi bu universitetda o'tirgan. Masalan, mana shunday universitetlarning barpo bo'lishi, bundan 10 yil, 15 yil oldin biz hayolimizga ham keltira olmagan edik xususiy universitetlarni, shu darajadagi xususiy universitetlarni ochilishi va bunda mana shunaqangi yo'nalishlar, shart-sharoitlarning yaratilishi haqida biz o'ylamagan ham edik. Mana oxirgi 9-10 yillikdagi mana shu islohotlar o'z natijasini berib turibdi. Endi men umumiy islohotlar haqida emas, albatta bugun oilalarni qo'llab-quvvatlash, oilalarni mustahkamlash borasida olib borilayotgan islohotlar, bugungi kundagi ta'sir etayotgan omillar va oldimizda biz yana nima qilishimiz kerakligi haqida bu borada qisqa to'xtab o'tmoqchiman. Albatta oilani mustahkamlash bo'yicha oxirgi yillarda juda katta birinchi qonuniy me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. O'sha ikkita qonunni qabul qilinishi 91-yilni o'zida qabul qilingan ikkita qonunimiz bor, bilasiz, bu o'sha xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun va xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlarning kafolatlari to'g'risidagi qonun. Bu birinchi marta O'zbekistonda mana shunday qonunlar mana shu oxirgi yillarda qabul qilindi va bundan keyin qonun osti hujjatlari ham juda ko'plab qonun osti hujjatlari mana shu sohani yoki oilani mustahkamlashga, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Endi men uzoq yillardan biri mana shu oila sohasida va o'zim ham xuddi sizga o'xshab mana shu universitetlarda dars berganman, o'zim oliy ta'lim xuddi shunaqa shu yo'nalishlarda ta'lim olganman. Shuning ham o'zimni tajribamdan va keyingi o'sha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bugun O'zbekistonning umuman salohiyatini, O'zbekistondagi barqarorligini, demak oilaning mustahkamligi va oiladagi ijtimoiy demografik holat bilan mana shu mezonlar bilan bog'lasak ham bo'ladi. Chunki O'zbekistonda o'zingizga ma'lum, O'zbekiston Markaziy Osiyoda, Markaziy Osiyoning teng yarmi aholisi O'zbekistonda yashaydi. O'zbekiston demak Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonni olganimizda teng yarim aholi O'zbekiston hududida yashaydi. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Bu demografik barqarorlik deyishimiz ham mumkin. Ba'zi davlatlarda, xuddi shuningdek, juda ham rivojlangan davlatlarda aholi sonini kamayib borayotgani bugun xuruj hisoblanadi. Chunki aholi son bo'lishi bu albatta barqarorlikni ta'minlashga olib keladi. Juda mana kecha kuni ko'rdingiz, mana Yaponiya aholisining, Koreya aholisining kamayib ketayotgani, boshqa holatlar, Xitoyda bo'lgan ba'zi bir holatlarda o'tkazilgan islohotlar bugungi kunda endi shu demografik jarayonlarga ancha ta'sir qilyapti. Xuddi shuningdek nikoh masalasida ham. Demak, oila bizda har yili, demak bugungi kunda O'zbekistonda, men ma'lumotni to'liq berish uchun o'qib beraman sizda, 24-yilda mamlakatda oilalar soni 10.053.000 oilalar demak mavjud bo'lgan 24-yilda. Demak buni biz va bu 20-yilga ko'rsatkichga qaraganda 1.342 taga ko'p. Shuni e'tiborga olishimiz kerak, bu shu aholining soni bilan bog'liq hisoblanadi. Va albatta oilalarni mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan islohotlardan eng kattasi bu o'sha chiqarilayotgan qonun qarorlarida oila va xotin-qizlarni birgalikda qo'llab-quvvatlash masalasini ko'rsatilayotgani bilan alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Endi oxirgi yillarda 40-50 taga yaqin shu oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir o'sha huquqiy me'yoriy asoslari yaratildi. Bu alohida mayli qisman to'xtab o'taman. Endi afsuslar bor, albatta oilani mustahkamlash uchun juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Lekin yuqorida mana ustozam aytib o'tdilar, ajrim holatlarining mavjudligi. Ajrim holatlari mavjud, albatta ko'rsatkichi bo'yicha biz Markaziy Osiyoda eng kam ko'rsatkichlardan turamiz, lekin nikoh soniga nisbatan olganda ko'rsatkichlar ancha yaxshi boshqalarga nisbatan. Nikoh soniga umumiy son hisobida ko'p bo'lishi mumkin, lekin tuzilgan nikoh soniga qarab olinadigan bo'lsa, bu son ancha yaxshi ko'rinishda edi. Lekin biz olib borgan tadqiqotlar masalaning ikkinchi tomoni bor. Olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, ajrimlar sonini masalan o'tkazilgan oxirgi 5 yilda ajrashganlarning umumiy soniga nisbatan biz so'rovnomalar o'tkazganimizda mana shulardan 25% qarang.
agar 100 tadan 25 tasi desak, ajrimdan keyin ahvoli yomonlashganini aytadi. Ajrimdan keyin ularga turli stress holatlarini paydo bo'lganini, o'zlarida turli kasallik, bolalarida turli kasalliklar va iqtisodiy jihatdan ahvoli yomonlashganini, oilasida va o'zining ota-onasi bilan oilasida ham munosabatlari yomonlashganini aytib o'tadi. Buni qarang. Endi bugun biz shu oilani funksiyalari haqida mana yuqorida aytib o'tdilar. Bugun juda chuqur bir o'rganishimiz kerak bo'ladi. Oilani funksiyalari juda ham ko'p bilasiz. Ijtimoiylashuv, ta'lim, tarbiyaviy funksiyalari, boshqa. Oilaning bitta funksiyasi bor. Bitta funksiyasi. Bugun mana shu ustida ishlashimiz kerak. Biz iqtisodiy jihatdan barqaror davlatga aylanyapmiz. Biz uchun shart-sharoitlar yaratilyapti. Mana shuni his qilishni endi o'rgatishimiz kerak ekan. Oilaning felice funksiyasi Italiya baxt so'zidan olingan italyancha. Mana shu funksiyani bugun o'rgatishimiz kerak. Chunki 25% bugun afsuslanyapti. Qarang, o'sha oilamda men baxtliroq ekanman deyapti. Lekin ajrashib bo'lgandan keyin men shuni his qilmagan ekanman. Endi yoshlar o'rtasida shu ishlarni ham biz targ'ibot, tashg'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Shu oilasida uni baxtni his qilib yashashga o'rgatishimiz kerak. Shukronalik hissi bilan boriga, masalan, har xil holatda, vaziyatlarda endi bu endi albatta psixologiya bilan bog'liq. Ijtimoiy psixologik holatlar bilan bog'liq. Mana shu holatda biz o'zini shu ayniqsa yoshlarimiz o'zini qanaqa tutishi kerak, shunday vaziyatlarda qanday chiqib ketish kerak. Bugungi konferensiyaning o'rni juda ham katta deb o'ylayman. Mana shunga bag'ishlanganligi ham bugungi kunda mana shularga yechim topadi degan umiddaman albatta. Endi gapirishdik, masalan, endi alohida yana bir to'xtab o'tishim kerak bo'ladi. Mana biz ta'lim jarayonida turibmiz, bilsangiz albatta. Bundan 2 yil oldin juda katta qonun bir yana qabul qilindi. Bu qonun genderga oid audit qonuni. Genderga oid audit qonunida xuddi shuningdek har bir tashkilotlar, har qanday tashkilot, u davlat tashkiloti bo'lsa, albatta xususiy tashkilotlar ham xuddi shunday genderga oid audit o'tkaziladi. Xo'sh, bu nimada? Genderga oid audit mana shu xuddi auditga o'xshagan, mana shu tashkilotda ko'p holatlarda xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ularning ijtimoiy himoyalanganligi, ular uchun alohida dasturlarni ishlab chiqilganligi, ular uchun qandaydir imtiyozlarning mavjudligi, mana shular genderga oid auditda shu ta'lim tizimidagi, xuddi shuningdek ta'lim tizimida ham, chunki xalq ta'limi tasarrufidagi ham, oliy ta'lim tizimi tasarrufidagi ham barcha ta'lim muassasalari genderga oid auditga, demak shu qonun asosida bu auditdan o'tishlari kerak bo'ladi. Mana shularga e'tibor qaratishimiz kerak, chunki oxirgi yillarda berilayotgan mana shu imtiyozlar, xabaringiz bor, bakalavr va oliy ta'lim tizimida ayollarning soni 50% dan oshib ketdi. 50% dan oshib ketdi. Endi mana shu genderga oid auditda mana shu narsalar nima qilinadi, muhokama qilinadi, o'rganiladi. Va yana bir alohida to'xtab o'tmoqchi bo'lgan narsam, bugun bilasiz hammangiz gender indekslar haqida. Oila bilan gender bevosita bog'liq. Shuning uchun ham men genderga ham to'xtab o'tyapman ozgina. Gender indeks o'zi nima? Gender nima uchun kerak? Gender indikatorlari nima kerak degan turli savollar paydo bo'lishi mumkin. Gender indeks indikatorlar bu o'lchov. Shu jamiyatdagi, shu O'zbekistondagi, shu davlatdagi genderga oid siyosatni yoki olib borilayotgan xotin-qizlarga yoki erkaklarga ham xuddi shunday munosabatlarning indikatorlar orqali o'lchovi hisoblanadi. Bittasini men aytib o'taman. Nima uchun bizga bugun gender so'zi ba'zan ko'pchilikni g'ashiga keltiradi, ochig'ini aytishim kerak bo'ladi. Nima uchun kerak? Chunki genderni boshqa mazmunda, boshqa ma'noda tushunishadi. Gender nima uchun kerakligini bugun bir ikkita misol bilan men sizlarga tushuntirib beraman. Masalan, bizda mana indeks bor. Business Women Love deyiladi. Ayol biznes qonun indeksi bor. Bu butun dunyoda o'lchanadi va O'zbekiston mana shu indeksda bugun juda yuqorilab boryapti. Markaziy Osiyoda rivojlanishi bo'yicha hozir 1-o'ringa chiqdi shu indeks bo'yicha. Xo'sh, bu qonun yoki shu indeks nima uchun o'lchanadi? Buni qarasangiz, bu indeksni tatbiq etgan Jahon banki hisoblanar ekan. Jahon banki O'zbekistondagi Business Women Love indeksi orqali, mana shu indikatorlarni o'lchash orqali O'zbekistonga sarmoya kiritishda mana shu ahvolni o'rganish orqali Jahon banki O'zbekistonga sarmoya kiritar ekan.
Mana shu narsalarni ko'rdingizmi? Oddiy narsa. Bu degani xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bormi? Xotin-qizlar tadbirkorlik bilan shug'ullana oladimi? Ular ijtimoiy qo'llab-quvvatlanganmi? Hamma tomonlama o'rganadi, chunki aholini teng yarmini, xuddi shunday mehnatga layoqatli aholining ham teng yarmini ayollar nima qiladi, tashkil etadi. Mana shu nuqtai nazardan bugun o'rganishimiz kerak bo'ladi indikatorlarni. Endi hozir genderga oid 20 dan ortiq indikatorlar bor. O'zbekistonda buni 10 ga yaqini hozir ro'yxatga olingan va shu bo'yicha demak ishlar amalga oshirib boriladi. Endi ko'p narsani gapirishimiz mumkin, albatta ta'sir etayotgan, oilaga ta'sir etayotgan bir ikkita faktorlarni alohida to'xtab o'taman. Masal ilmiylikdan qochdim. Nima qildim? Men chunki juda ham ilmiy maqola yozgan edim. To'g'ri, ustoz juda ilmiy hozir bugungi kunda asoslab berdilar. Bugun oilaga ta'sir etayotgan bir ikkita faktorlar bor. Mana shu faktorlar haqida gapirib o'tmoqchiman. Birinchi faktor, eng muhim faktorlardan biri oilaga ta'sir etayotgan bu migratsiya masalasi. Migratsiya masalasi bugun juda oilaga katta ta'sir etyapti. Albatta, oila bu ikki kishi, er va xotinning, ayol va erkakning birgaligidan tuzilgan nikoh asosida va ularning farzandlari bilan, avlodi bilan yashaydigan bir makon hisoblanadi. Afsuski, mana shularning bittasini xorijda bo'lishi yoki uzoq yillar birga yashamasligi yoki erning yoki xotinning uzoq yillar birga yashamasligi bu oilaga ta'sir etyapti. Mana shuning uchun ham bugun qator ishlar amalga oshirilyapti. Demak, o'sha migratsiyaga ketayotgan oilalar bilan alohida ishlash, migratsiyaga ketayotgan ayol, erkak uchun alohida bir ko'rsatmalar berish, oila bilan bular mustahkam aloqani saqlab qolish uchun, ota, ona, bola munosabatlarini saqlab qolish uchun nima qilish kerakligi bo'yicha bugun institutimizda Oila va gender ilmiy tadqiqot institutida qator ishlar amalga oshirilyapti va bu bo'yicha ko'rsatmalar berib borilyapti. Endi ko'p holatlarda mayli vaqtdan nima qilish uchun yana bitta masalaga alohida to'xtab o'tardim. Bugun biz ko'p holatlarda hech kimga sir emas, ko'proq qizlar bilan, ko'proq onalar bilan, ko'proq qaynona kelinlar bilan ishlayapmiz. Lekin bizni nazarimizda olib borgan tadqiqotlarimizda erkaklar oiladan faqat boquvchi sifatida sag'al chetlashganga o'xshayapti. Chunki ayol bugun erkaklarni bu oila davriga, oiladagi ayniqsa tarbiyaviy jarayonlarga keng jalb etish masalasi juda dolzarb hisoblanadi. Nimagadir bizda asosan oilada demak ayolni o'rni deb ayol tarbiyachi degan bir nima desam bo'ladi, bu yaxshi narsa, yomon emas, lekin erkakning tarbiyaviy funksiyasini, nafaqat iqtisodiy funksiyasini, buni faqat daromad topish, oilani iqtisodiy, moddiy nuqtai nazardan ta'minlash bilan bir qatorda oilada demak o'sha tarbiyaviy funksiyasini ham bugun nima qilishimiz kerak? Erkaklarni, otalarni mana shu funksiyaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Biz juda ham ko'p suhbatlarda bo'lganda nima qilganda otalar o'zlari bu savolni ham berishadi, sag'al o'ylarida shu qiyin vaziyatlarga tushib qolganlarda nima qilish kerakligini yoki bolasi bilan qanday, farzandi bilan qanday muloqotga kirish kerakligi haqida ham ba'zan ko'nikmalari yetishmayotgani haqida turli savollar berishadi. Mana shuning uchun ham oilani mustahkamlashda otalarning o'rnini, erkaklarning o'rnini, ayniqsa tarbiyaviy nuqtai nazardan ham iqtisodiy, bu aniq, to'g'ri, iqtisodiy jihatdan va tarbiyaviy nuqtai nazardan ham bugun oilaga qaytarishimiz kerak va bu ishda ishlar olib borishimiz kerak bo'ladi. Xullas, juda ham ko'p ijtimoiy, demak, oilaning ijtimoiy psixologik barqarorligini ta'minlash uchun yuqoridagi rollarni va olib borayotgan ishlarimizni albatta takomillashtirib borishimiz kerak. Bugun Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti tomonidan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. 100 ga yaqin bu bo'yicha loyihalar amalga oshirildi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bugun biz oilalarning baxtlilik indikatorini ishlab chiqdik. Yuqorida aytib o'tgandek, demak, shu oilani baxtini his qilish uchun 8 ta indikator asosida oilalarning baxtlilik indikatori O'zbekistonda 2 yildan beri o'lchanib boryapti. Bu yil ko'rsatkich ancha yuqorilagan, chunki iqtisodiy jihatdan ta'minlanganlik ham oilaning baxtlilik indikatorining bitta ko'rsatkichi hisoblanadi. Chunki yaxshilanib boryapti bu jarayonda. Mana shu indikatorlarni o'rganib, demak, va turli xil yaratilgan nimalar bor. Baxtlilik
Baxtiyor oila platformasi, oila demografiyasi platformasi va qator platformalar yaratilgan. Marhamat, ularga kirishingiz mumkin. Institut haqida va umuman oilani, unda faqat institut haqida ma'lumot emas, oilani mustahkamlash, uni barqarorlashtirish bo'yicha kerakli ko'rsatmalarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. U yerda ichida elektron biblioteka ham bor va shu bibliotekada kerakli adabiyotlar hammasi joylangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Seminar konferensiyasiga taklif qilamiz. Katta rahmat Nodira Belibayeva, qimmatli fikrlaringiz va aytayotgan statistik ma'lumotlar biz uchun juda asqatadi. Ko'p yillar oila siyosatida o'zining o'rnini ko'rsatgan va bugungi kunda ham mana shu oilaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilayotgan yana bitta mutaxassisimiz tashrif buyurgan. So'zni psixologiya fanlari doktori, professor, O'zbekiston Milliy pedagogik universiteti professori Karimova Vasila Mamnasirni beramiz. Marhamat domla. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi xalqaro anjuman qatnashchilari, hamkasblar, do'st qadrdonlar, talaba yoshlar, ko'rib turganimdan xursandman. Sizlarni bu tadbirda qatnashayotganimdan xursandman. Qanaqa ma'nodaki, bu haqiqatan hozir Azizjon aytganlaridek, haligi ko'p yillar shuni ichida yurgan odamlardan men ham bittasiman. Hozir lekin menga haligi nima deydi, yengillik shu ma'noda bo'ldiki, G'ayrat Bahramovich juda chiroyli, juda ham mazmunli ma'ruza qildilar. Juda ko'p muammolarni tegib o'tdilar, qarab o'tdilar. Men ularga qaytarish niyatidan uzoqman. Vandan oldin mana Nodiraxon Melibayevna ham juda chiroyli, mazmunli ma'ruza qilib berdilar. Chunki ular mana shu jarayonlar ichidalar. Shuning uchun ham juda jonli chiqishlari rahmat berilgan ma'lumotlar uchun. Endi men ijtimoiy psixologman-da. Bugungi o'sha oilaning ijtimoiy muammolari deb qo'yilganligi uchun ham men bu anjumanda qatnashishga rozilik berdim, xursand bo'lib. Chunki oilani o'zi ijtimoiy voqelik. Boshqachasi yo'q. Oila bu ijtimoiy voqelik. Oila bu ijtimoiy psixologiyaning predmeti. Oila bizning hayotimiz asosi. Oilasiz inson hech qachon baxtli bo'la olmaydi. To'g'ri aytildi, hozir ta'kidlandi. Professor Egam to'g'ri aytdilar. Baxt tushunchasini odam faqat oilasi bilan bog'laydi. Endi bugun men qisqaroq qilib aytmoqchimanki, ijtimoiy psixologiya bugun nimalarga e'tibor berish kerak shu oila aspektida tadqiqot olib borayotganimda. Chunki men oxirgi yillarda ko'proq shu ilmiy tadqiqot ishlariga ekspert bo'lib, ilmiy tadqiqot ishlariga o'sha baho beruvchi bir professor sifatida, kadr tayyorlovchi mutaxassis sifatida shu masalalarga bevositali qo'lim bilan tegib turaman. Shularning ayrimlarini aytib o'tmoqchiman. Bugungi kunda nima o'zgardi? Haqiqatan juda ham hayotimiz o'zgarib ketdi-da. Yaxshiligi ko'p, yaxshi tomonga o'zgarishlar juda ham ko'p. Lekin ba'zi bir muammolar bor. Bu muammolar mana shu o'tirgan auditoriya har bitta insonga tegishli. Hech qaysimiz chetlab o'tgan yo'q. Men masalan psixologiya fanlari doktori, ijtimoiy psixolog, professor, necha yil, 30 yildan oshib ketdi. Lekin meni oilamga ham tegishli joylari bor-da. Chunki haligi muammolar bizni oilamizni chetlab o'tmayapti hammamizni ham. Avvalambor mana shu globallashuv jarayonida global o'zgarishlar. Xursandmiz butun dunyo miqyosida. O'zbekistonda ayniqsa men misol uchun juda anaqaman, jonsarak insonman-da, hamma narsaga qiziqaman. Televizor ko'raman. Men Toshkent kanallarini ham ko'raman. Ko'pchilik hayron bo'ladi. Men yaqinda bitta oilaga bordim, juda piru badavlat, juda yaxshi, meni yaqinlarim, juda do'stlarim. Nihoyatda yaxshi ko'raman hammasini. Oldindan bir bordi keldimiz bor. Har bilmayman bir 10 tadan oshiq xona, ko'p xonalar soni sanagan 10 tadan oshiq xonalar bor. Har bitta xonada televizor bor. Keyin endi o'tirib gaplashib o'tirib bitta serial bordi, shuni ko'rsak bo'ladimikin desam, hali o'tirgan joyimizda katta televizor turibdi. O'zbekiston kanali yo'q ekan. Kim ko'radi bu televizor desam, ha nabiralar ba'zan kelib qo'yib, hali multfilm ko'rishadi deyapti.
Xo'p, keyingi savol, qanday multfilmlar ko'radi ular? O'zlarini multfilmlari bor. Muomala maromlari boshqalarni mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Keyin so'rayapman hali bolajondan, rosa shirin. Nimaga ko'ryapsan buni desam, javob yo'q. Oyisini keyin nima qildimda aytdimki, ne bolangizga qaramaysiz, nima ko'ryapti o'zi? Desam, endi bular shuni ko'radida, boshqasiga ko'rmaydi. O'zi bemalol Google'ga kirib, bemalol Google'dagi multfilmlarni olib ko'rar ekanda. Nima demoqchiman? Endi globallashuv jarayonlarini bitta bizga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan jihati shumikin deyman-da. Hammamiz ko'ramiz, hammamiz badavlatmiz, Xudoga ming qatla shukr. Uyimizda Toshkent kanallari yo'qligi nima bu endi? Mayli, men Toshkent kanallaridagi ko'rsatuvlarni o'sha ko'raman, o'sha birinchi kanalni ham, La Mahallani ham, Milliyni ham, haligi nima deydi, Sevimlini ham, Toshkent kanalini ko'raman. To'g'ri, menga ma'qul bo'lmaydigan ko'rsatuvlar ko'p o'sha yerda. Lekin yaxshisi bor-da baribir. Buning ichidan qadriyatlarimiz bor. Bir eski chiroyli kinolarimizni qo'yib qo'yishadi-da. Qadriyatlarimiz va mahallada nima ishlar bo'layotganligini ko'rsatadi. Xursand bo'laman shunga-da. Ko'rsatyapti-ku deb. Yoshlarga bag'ishlangan, yoshlarga bugun yurtboshimizni yaratayotgan barcha sharoitlar va ularning yutuqlari haqidagi narsalar bor. Yoshlar ko'rmaydi-da shuni. Men ko'raman deydi. Men qiziqib ko'raman. Chunki meni umrim yoshlar ichida o'tdi-da. Yoshlar tarbiyasi bilan o'tdi-da. Shuning uchun men shunga o'xshagan narsalar, bir anaqalar chiqib qoladi, bir loyihalar beriladi-da. Shuni egasi yo'q. Bu bitta juda muammo, o'sha globallashuv jarayonini bevosita oilaga xohlasak, xohlamasak kirib kelgan jihati. Endi mayli, men endi viloyatlarga ham borib turaman, qarindoshlarim bor. Ular ko'radigan seriallar bor. Masalan, singlim seriallar, qanaqa seriallar? Palon. Endi kechirasizlar-ku, mayli, hammamiz nimamiz, masalan, Turkiya bilan qondosh yurtlarimiz. Biz turkiylardan chiqqanmiz-da. Do'stlarimiz zo'r, gapi yo'q lekin. Borib Istanbulga yuramizmi? Ankaraga boramizmi? Antaliyada dam olamizmi? Bu yaxshi hammasi. Shunaqa qadriyatlar bor. Istanbulga borib mazza qiladigan muzeylar bor. Eng zo'r bibliotekalar o'sha yerda. Ular butun dunyo qadriyatlarini saqlayapti insoniyat uchun. Ming rahmat, otasiga rahmat. Lekin kinolarni ko'rib bo'lmaydi. Kinolardagichi nima yoqmaydi desalaring, men aytamanki, ayol zotini, erkaklarga munosabati menga yoqmaydi. Azijon. Yuziga sakraydi hali qizlar, ayollar. Hammasi choch bo'yalgan, boshqa mana shunaqa. Qanday ko'rasizlar buni deyman. Nimasini ko'r? Endi boshida ko'rib qo'yganman-da, endi davom ettiryapman-da deb qo'yadi endi bechorada, boshqa ko'radigan narsa yo'q. Hali insonni eng bo'sh vaqtida, oiladagi bo'sh vaqt paytiga to'g'rilab qo'yib qo'yilgan hali kinolarda. Bu narsa shaxsning muayyan ma'noda degradatsiyasiga olib kelyapti. Inson shaxs sifatida jamiyatda shakllanadi deymiz, lekin o'sha jamiyati bu birinchisi oila. Chunki ijtimoiy psixologiya ijtimoiylashuvni o'rganadi. Ruschasiga sotsializatsiya deymiz. Ana shu ijtimoiylashuvning asosiy instituti, manbai, zahirasi bu oila. Demak, o'sha yerdan boshlanar ekan, o'sha institut bizni shakllantirar ekan bolaligimizdan. Mana shu narsa endi zarar ko'ryapti ekanda. Men bitta bir ayol bilan yaqinda gaplashganimda bir dahshatga tushdim-da. Qizi, nevarasi 5 yil yotar ekan. Yaxshi. Xursand bo'ldim, azizjon, hali gapni eshitibdi. 5 yillarimizdan bizni qadriyatlarimiz. Beshikka berib qo'yib, hali qizchani televizorda qo'yib moslab, shunda ingliz tilida multfilm qo'yib berar ekan haligi. Multfilmda bular, onalar, bolalar munosabatlari bor ekan. Nimasi yomon deyishingiz mumkin. Lekin tili inglizcha. Haligi qizcha 1 yoshdan oshibdi. Kelib haligi nimaga
kelib olarkanda, bola tug'ilibdi keyingi, keyingi farzand tug'ilibdi, uni beshikka yotsa, inglizchasiga aytar ekan. Tur, ol buni derkanda. Bebi, hali bebi bobo buvisini ham inglizcha chaqirib turib, ol buni derkan. Memi olib kelib meni yotqizib qo'y betga derkan. Yotqizib qo'ysa, qo'y derkanda yana davom ettirar ekanda. Endi mayli, men tilni bilishga qarshi emasman, do'stlarim, qadrdonlarim. Lekin men bitta ichimda ortgan narsa, nega o'zbekni bolasi bu demaydi? Ona demayapti, oyi demayapti, memedirmishda. Haligini qiliqlari, hali multfilmdagi qiliqlar. Qiliq hattoki, xatti-harakatlar ham o'shanga taqlid qilib ketib qolganda. Keyin men xafa bo'ldim hali bu jonni. Nega bunaqa qilasiz desam, Vasilipa deydi, bular deydi, men aytganimni qilishmaydi deydi. Bolalarni aytayapti. Qilmaydi men aytganimni deydi. Shuning uchun mana shu sotsializatsiyani asosiy beshigini institutidagi qadriyatlarni biz yo'qotayotganimiz meni juda ham tashvishga soladi. Mayli, hamma oila unaqa emas, o'ylamaydi, lekin shu tendensiya ketib qolsa, shu an'ana bo'lib qolsa, shu hayotimizga kirib kelsa, nima bo'ladi unda? Meni nevaralarim ham, katta bitta nevaram 6 ta tilni biladi. Juda aqlli, Westminsterda o'qiydi, a'loga o'qiydi. Bir ketgisi keldi chet elda o'qib ekan. Aytdimki, hozir bormaysan deb. Ana shu bakalavringni bitirasan 5 ga, keyin magistraturaga chet elga borasan. Unda katta o'qib qolasan ancha. Nimaga? Hali 17 yoshli bolani ongi, miyasi juda egiluvchanda, juda ham begona qadriyatlarni oladigan payti bo'ladi. Shu yerda o'qib olov, jon bola, mana byudjetga kiring dedim. Qanaqa umnisasan, o'quv, shu manshatda, mana o'qiyapti, yaxshi ishlaydi, boshqa qiladi. Mana shu tillarni bilgani bilan Xudo tepamda men bilan faqat o'zbek tilida gaplashadi. Bir marta 3 yoshim to'yib, mana shu bog'chaga borganim uchun yonida amakivachchasini ruscha gaplashganda aytdim. To'xtab turinglar. Sen onang ruscha gapiradimi? Sen ikkalasi ham yo'q. O'zbekmisan? O'zbekcha gapirdi. Bog'changda gapiraversan ruschani. Endi mayli, endi bu mana shunaqa bir tarbiya usuli nima bo'ldi? Bola qabul qilar ekanda. Mana hozir 20 yoshdan oshdi. Undan katta nabiraman bor, qiz bola. Hech qachon meni oldimda bular boshqacha tilda gapirmaydi. Qancha bilaman, ayolisi mana shu Anvar nevaram, o'sha 6 ta tilda biladigan nevaram 8,5 olib o'qishga kirdi Westminsterga. Shunaqa aqlli. Nemis tilini o'zi mustaqil. Lekin bo'ldi, mana meni oldimda, opa-dadani oldida. Adasiga, oyisiga faqat o'zimizni tilda gapiradi. Men shovinist emasman yo boshqa, lekin oiladagi qadriyatlar saqlanishida tilni roli juda ham katta-da. Men ham misol uchun Moskva davlat universitetini bitirganman. Men qanday o'zbekcha gapirsam, shunday ruscha ham gapira olaman. Lekin bizda ham shunaqa bo'lganda, oilamizdagi an'ana. Faqat oilada o'zbek tilida gapiriladi. Shuning uchun ham demoqchimanki, bu narsa tasavvur nima qilyapti, nimani o'zgartiryapti men nazarimda, ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan. Avvalambor o'sha farzand va ota-ona o'rtasidagi munosabatlarga jinday noto'g'ri ta'sir qilayotgan jihatlar bor. Ota-onalik rollarini bajarilmayotganlik haqida gapirildi. Sho'marov ham aytdilar, mana Milibayevna ham aytdilar. Ota-onalik roliga biz bolalarni tayyorlay olmayapmiz va ular o'zlari hayotdan to'g'ri shunga o'rgana olmayapti, bu bir. Endi ota-onalik roliga tayyor bo'lmagan ota-ona bolasi bilan munosabatlarga ham tayyor bo'lmas ekanda. Ba'zan achinib ketaman, otasi bilan gaplashmayotgan o'g'illarni bilib qolyapman. Onasini aytganini qilmaydigan qizlarni ko'rib qolyapman. Ona dod deydi-da. Dod deydi. Bitta ona yig'lagidek bo'lib keldi, yolg'iz qolibdi. Misol uchun 2 ta farzandi 2 ta yurtga ketib boribdi-da. Keyin yalinibdi bu. 75 ga kirdi, o'sha yubileyni qilganimizdan keyin menga aytdi, Vasilaxon, rosa ham papaman yig'lab keldi-da. Nima bo'ldi desam, o'g'lim Olmaotada yashayapti. Seni oldinga boray, sizlar bilan yashay.
bolalaring maktabdan kelsa qarab turarman, ish pishingni qilishib turarman desa, u o'rischa aytibdi-da, hozir moda emas ota-ona bilan birga yashash debdi. Biz sen bilan yashay olmaymiz debdi. Nima qilay deyapti-da, men psixologga murojaat qilib mendan so'rayapti-da. Men nima qilaman? Qizim mayli deydi, Amerikada yashayapti, u eri bilan yashayapti. Erga bora olmayman, eri qabul qilmaydi meni deyapti. Boshqa bitta o'rtog'imning qizi arab bitta yigitga turmushga chiqdi. Arab yigitga. Endi arablar musulmon, Xudo degan insonlar. Men aytdim, qanday yolg'iz yashaysiz? Qizingiz oldiga borsangiz bo'lmaydi, Dubayda yashar ekan ular. Desam, kuyovim qabul qilmayapti men dedi. Nimaga dedim? Ha, musulmon-ku dedim. Siz yolg'izligingizni biladi-ku desam, yo'q dedi, men undan ko'ra qizim dedi, oilasini buzgim yo'q. Пускай живут, не буду mешать, o'zi ham tushuntirman shunaqa. Ishqilib mana shunaqa muammolar ota-ona bola munosabatlaridagi ana shunday keskinliklarni keltirib chiqaryapti. Shuni oldini olishni o'ylashimiz kerak edi. Endi bular hammasi mana shu roldagi kutishlar, rollarni bajarilishi bilan bog'liq bo'lgan sof ijtimoiy psixologik muammolar. Men demoqchimanki, mana shunga bag'ishlangan tadqiqotlarni men shogirdlarim bilan ham o'tkazdim. Bir nechtalari o'sha shu men hozir aytgan muammolar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishyapti. Lekin Sho'marov ham to'g'ri aytdilar, nima Nodira xonim. Mana shu ilmiy natijalarni tatbiq qilishimiz qiyin bo'lyapti-da. Yozishda qog'ozda zo'r. Endi nimaga bunaqa bo'lyapti? Men sizlarga bitta ichimni yondirib turgan bitta narsani aytmoqchiman. Mana Azizjonim juda ham katta xabari bor, juda katta tajribasi bor ilmiy tadqiqotlar tashkil qilish bo'yicha. Mana shu jarayonga, ilmiy tadqiqotlarni olib borish jarayoniga sun'iy intellekt aralashyapti hozir. Men shuni sezib turyapman. Dissertantlar aytishmaydi. Lekin men nimadan bilib qolaman? Natijalarda ko'rinib qoladi ba'zan. Poyma-poy narsa keladi. Haligi tadqiqot natijalarini jadvallardagi narsani psixologik sharh qilishda boshqacha gaplar chiqib qoladi, g'alati gaplar chiqib qoladi. Tushunmaysiz hali gaplar. Ha, искусственный intellekt ishlatibdi deyman. O'ylamanglar, bu Karimova искусственный intellektga qarshi ekan demanglar. Men qarshi emasman. Men ko'rib turibman, ommaviy vositalarda, boshqalarda shuni uni yordamida ko'p narsalarni oson hal qilinyapti, oson aks ettirilyapti. Oson yechilyapti. Lekin oila va uning qadriyatlariga aloqador bo'lgan, bizning milliy mentalitetimizga aloqador bo'lgan narsalarning psixologik tahlilini sun'iy intellekt qilib bera olmaydi. Uning uchun o'shanaqa darajadagi kuchli sun'iy intellekt yaratadigan o'zbek qadriyatlarini bilgan, etnopsixologiyani chuqur bilgan mutaxassis kerak. Vaholanki o'sha barcha mutaxassislar, o'sha sun'iy intellektni ishlatgan mutaxassislar boshqa tillarda gapiradi. Shu narsa meni juda ham tashvishga soladi. Bugungi anjumanimiz xalqaro bo'lganligi uchun men aytmoqchi edimki, shu masalani ham bir o'rganib, uni kun tartibiga qo'yishimiz kerak deyman-da. Bo'lmasa tadqiqotlarimizni samarasi yo'q bo'ladi. Tadqiqotchilar yomon yo'llardan natijaga boradigan bo'lib qolishadi. Noto'g'ri yo'llardan deyman-da. Ilmiy rahbar bilan gaplashmaydi unchalik. Birpasda ishini olib kelib qo'yadi ba'zilar. Deysam, qarasang, teskari chiqib qoladi joylar. Men aytyapman, men o'zim mutaxassis emasman misol, lekin dissertatsiyani o'qiganda men shu narsani aniqlay olaman. Mana shu joyini sun'iy intellekt qilib bergan deyman-da. Shuning uchun bu narsalarda aytyapman, hamma narsani yomon tomoni bor, yaxshi tomoni нет худа без добра deydi. Yomonda ham bir yaxshi tomoni bor, yaxshini ham bir teskari aksi bor ekanda. Ming afsuski. Shuning uchun biz o'sha oilaviy qadriyatlarimizni saqlash, uni qandaydir bir hurmat qilishga o'rgatish juda ham muhim narsa. Bugungi kunda bilyapmiz, eng aqlli bolalarimiz rus maktablarida o'qishyapti, rus tilida dars beradigan maktabda o'qilyapti. Ular keyin ketib qolishyapti chet ellarga. Biz bitta masalada yana yutqizyapmiz. Biz yuksak intellektli bolalarni biz ba'zan yo'qotib qo'yapmiz. Va ularni xalqimizga, uni azaliy qadriyatlarini saqlash jarayonlariga jalb qila olmayapmiz nimagadir.
Shuning uchun mayli vaqtimizga bor bo'lsin, o'zbek maktablari bizda juda ham ko'p, ertadan ham juda ham aqlli bolalar chiqishyapti. Chunki mana yaqinda mana anjuman ham bo'ldi. Bugungi bolalarni любой yoshida intellekt darajasini aniqlash mumkin. Bir vaqtlar IQ'sini tekshirganda test metodikalar bo'yicha juda past chiqqan bolalarni shu yoshdagi tengqurlari bugun yuqori chiqyapti. Juda ham yaxshi. Lekin ana shu yuqori IQ'li, nima deydi, aqliy koeffitsient yuqori bo'lgan bolalarimiz ko'pincha shu nima deydi, bizni qo'limizdan chiqib ketyapti. Mayli, yaxshi ham juda ham nima deydi, ko'p farzandli yurtimiz, bolalarimiz ko'p, o'zimizga ham yetyapti-yu, lekin eng iqtidorlilari, zukkolari ketib qolayotganidan jinday achinaman. Men uzr ko'p gapirib yubordim shekilli. Bu mana haligi nima deydi, bugungi mavzu G'ayrat Bahramovich juda ham yaxshi mavzuni ko'targansizlar. Juda ham minnatdorchilik bildiraman. Bu kerak bo'lgan narsa. Men o'ylaymanki, mana shu profi universitetda o'qiyotgan talabalar, mana sizlardek ustozlari bor. Mana ko'rib turibman, shu yerda ishlayotgan shogirdlarimiz, mukammal psixologlar. Shu ma'noda hammamiz birlashsak, O'zbekistonda oila institutini saqlab qolishda, uni qadriyatlarini saqlab qolishda hammamiz hamjihat bo'lamiz deb umid qilaman. Hammanglarga rahmat, diqqat e'tiboringlar uchun. Rahmat. Amaliyotga tatbiq etish darajasidagi tanqidingiz. Bugungi tadbirimizda aynan psixologiya o'quv ilmiy markazini direktori ham ishtirok etyaptilar. Psixologiya fanlari doktori, professor Aziza Erkinovna. O'ylaymanki, to'g'ri xulosa chiqaradilar va hamkorligimiz davom etadi. Rahmat tadbirlar uchun. Bugungi xalqaro konferensiyamiz bir oy oldin o'zi boshlangan desak bo'ladi. Chunki konferensiya axborot xati tarqatilgandan keyin 300 dan ortiq respublika mutaxassislari, 22 nafar xorijiy mutaxassislardan ma'ruzalar kelib tushdi. Tashkiliy qo'mita kimlarni yalpi majlisga olib chiqamiz, kimlar seksiyada gapiradi degan masalada ancha bosh qotirdi. Hozir ham davom etmoqda va hozir ham korreksiya bo'lmoqda bizni plenar majlisda ishtirok etadiganlar. Endi navbatni haqiqiy ma'nodagi mana shu psixologiya sohasidagi qo'yilgan masalalarni tadqiq qilish nimasiga bosqichiga o'tadigan bo'lsak, birinchi so'zni psixologiya fanlari doktori, professor Abdusamad Hasanboy Usmonjon o'g'liga bersak, mavzusi shaxsning emotsional farovonligiga ta'sir qiluvchi psixologik sindromlar haqida. Bu bevosita oila masalasining yirik komponentlaridan hisoblanadi. Marhamat domla, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mavzu biroz oila psixologiyasidan uzoqroq bo'lganiga e'tibor bermaysizlar. Chunki o'sha azza ketgandek o'sha programmani skelet variantini so'rab olganimizda bu yerda doklad qiladigan odamlarni ko'rganimdan keyin sal o'zim bu yoqqa chetga oldim. Sababi ko'pchilik biladimi, bilmaydimi, oila psixologiyasini asoschilari shu yerda o'tiribdi, ijtimoiy pedagogikaning asoschilari shu yerda o'tiribdi. Ularning oldida oila to'g'risida gapirish biroz mas'uliyat og'ir. Shuning uchun mas'uliyatdan qochishga majbur bo'ldim. Xo'p, ustozimiz G'ayrat Bahramovich O'zbekistonda birinchi bor oila psixologiyasini otasi hisoblanadi. Biz tadqiqotchilar ichida o'zbek psixologiyasining onasi Vasila Mamanasirni tan olamiz, ijtimoiy pedagogikaning asoschisi Nodira Melboyevni tan olamiz. Demak, hamma asoschilar shu yerda. O'shaning uchun mavzuni shaxsga burishga majbur bo'ldik. Xo'p, ruxsat bersanglar, mavzuni boshlaymiz. Asosiy masala bugun insonni farovonlik darajasiga ta'sir qiladigan masalalar to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni baxtli hayot, o'zidagi bor narsani shukronalik qila olmaslik, qaysidir ma'noda unga ta'sir qiladigan ijtimoiy psixologik omillar to'g'risida fikr bildiramiz. Xo'p. Asosiy masala bugun insoniyatning yaralish masalasiga qaraydigan bo'lsak, xo'p, Alloh taolo yer yuzini yaratayotganda, ya'ni 18 ming olamni mo'jizaviy qilib yaratgan, shundan 10 mingini suvni ichida yaratgan, 8 mingini yerni ustida qilib yaratgan. Demak, 18 ming olam yaralib xuddi shunday holatda ketadi. Xo'p, 8 mingi yerda ustida yaratgan mavjudotlarni G'azzoliyning kitobida 3 ta deydi, boshqa manbalarda 4 turga bo'ladi deydi. Biz G'azzoliy bo'yicha aniqlamiz 3 turga bo'lgan. Ya'ni yaralish qanday bo'ladi? Birinchisi bular farishtalar. Ya'ni malaikalar hisoblanadi.
ularga nurdan yaralgan, ular gunoh qilmaydi va ularga aql berildi. Yaralish tarixi bo'yicha. Keyingisi hayvonot olami hisoblanadi. Ular instinktlar asosida yashaydi, yeydi, ichadi, ko'payadi va ularga nafs berildi. Farishtalarga aql berildi, ular gunoh qilmaydi. Hayvonlarga nafs berildi, ular mana shunday yashashga majbur. Uchinchisi esa bu inson. Eng azizi inson qilib yaraldiki, hop bu insonga ham aql berildi, ham nafs berildi. Mana shu yerda asosiy bir psixologik muammoni negizi shu yerda boshlanadi. Endi biza yaralishimiz shunday bo'lgan ekan, hayot davomida biz yo nafsimiz bilan kurashib yashaymiz, yo aqlimizga tayanib yashaymiz. Mana shu yerda o'zida bizda juda katta psixologik muammolar to qiyomatgacha ketadi. Bu tabiiy holat. Chunki bizda yaralishimiz shunday bo'lgan va shuning uchun agar biz aqlimiz bilan yashasak, qaysi darajaga ko'tarilishimiz, nafsimiz bilan yashasak qanday holatga tushishimizni o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 1 trillion dollarni oshdi. Bu 25-yil, 24-yil oxiridagi ma'lumot. Demak, oddiy psixologik buzilishlar va unga ko'rsatilayotgan psixologik xizmatni bitta iqtisodiy ta'siri shuncha. Bu juda katta summa hisoblanadi. Mana shuning uchun bu masalalarni bir chuqurroq o'ylashga kerak bo'ladi. Endi asosiy masala nima bu yerda? Depressiya bilan dunyo bo'yicha depressiya bilan og'rigan, depressiyaga tushgan deylik. Endi og'riq emas bu. Bor yo'q 9% odam psixologik xizmatni oladi xolos. Aslida ko'p. Psixoz kasallik bilan og'riganlar 70%, 71% dunyo bo'yicha zaruriy konsultatsiya ko'rsatish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni uni mexanizmi bitta bizda emas, dunyo bo'yicha ham qaysidir ma'noda oqsoqlanadi holat bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha qanaqa? O'zbekiston bo'yicha aniq statistika yo'q. Ya'ni aholiga psixologik xizmat ko'rsatish masalasi O'zbekistonda eng og'riqli nuqta hisoblanadi. Aksiz oladigan bo'lsak, bugun psixologik xizmatga, psixologlarga bo'lgan ehtiyoj yuqori darajada, lekin bizda unga xizmat ko'rsatish yo'q. Sababi chunki statistikani topa olmadik va bu yerda taklif qilayotganimiz O'zbekistonda psixologik yordam ko'rsatadigan milliy markazni ochish masalasini bu konferensiyani yakuniy xulosalarga kiritishni iltimos qilardim tashkilotchilarga. Sababi bizda haqiqatan ham milliy markaz yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib, turli psixologik xizmat ko'rsatayotganlarning saviyasi, bilim darajasi, uning psixologik nima deydi, faoliyati hali tahlil qilingani yo'q. Birorta odam uni chaqirib, qayerda o'qigansan, nimani o'qigansan, g'arb psixologiyasini singdiryaptimi odamlarning ongiga, egoizmni, ya'ni menini kuchaytirib, shart singdiryaptimi, hech kim tahlil qilgan yo'q. Ya'ni shuning uchun O'zbekistonda psixologik xizmat ko'rsatadigan milliy markaz bo'lish masalasini qo'yardikki, ertaga agar bu tashkilotchilar tomonidan ma'qullanib ochiladigan bo'lsa, albatta hozir 2-3 ta ustoz ham qadriyatlarga tayangan psixologiyani gapirdi, bizda ham xuddi shunday bo'ladi. Undan chiqib keta olmaymiz. Baribir ham aholiga o'zimizga xos bo'lgan psixologik xizmatni bersak, oson singadi, oson qabul qiladi. Haligi och qolib, to'yib, ovqat yeb, oshqozonimiz og'rigandan ko'ra, yengil yegandek xuddi shunaqa narsa. O'zimizniki u. Mana shu masalalarni ko'rishni taklif qilardik. Keyingisi, hop, bu yerda asosiy masala bugun jamiyatda bachkanabozlik va saviyasizlikka bo'lgan intilish ortib ketgan. Asosiy massa yoshlar ekan. Misol uchun million konsert qo'ysa, Bravo konsert qo'ysa, bir kunda uni prosmotri 10 million, 20 million bo'ladi. Nega o'sha turli xil bachkana hazillar, boshqa narsalarga yoshlar va kattalarni o'zini intilish ortib ketgani sababi bizda hozir jamiyatda odamlarni o'zini muammolariga yoki tashvishlarga na huquqiy, na diniy, na psixologik yechim qiladigan asoslar ishlamaydi. Muammoga tushib qolsak, nima qilishimizni bilmaymiz. Bu insonning psixologiyasida, ichki ruhiyatida tushkunlikni orttirib yuboradi. Muammo ko'p. Odamga aytaman, siz qo'rqasiz kimgadir chiqib ketishini aytadigan insoningiz yo'q, borgan psixologingiz narxi baland qaysidir ma'noda yoki 2-3 ta konsultatsiya qiladida, u yog'iga kuchi yetmaydi, dinga o'tib oladida, din bilan psixologiyani chegarasini ajrata olmaydi. Bo'ldi, 10 mingta shukrona yozib keling deydi, 20 mingta shukrona yozib keling deydi va o'zini ishini oxirigacha olib bora olmaydi. Din bilan psixologiyani chegarasini bilmagan psixologik faoliyat olib borishga qaysidir ma'noda haqli emas.
uni din o'zi bizga 6-asrda ko'rsatib qo'ygan. Muammoga qanaqa qilib chiqishimiz kerak. Va shu o'rinda bitta fikr aytib ketaman. Agar yaxshi diniy bilimga ega bo'lgan odamga psixolog kerak bo'lmaydi o'zi aslida. Asosiy masala keyin nima bo'ladi? Ichki ruhiyat inqiroz uchraganda pessimistik kayfiyat ko'tarilib ketadi insonda va undan chiqish uchun, ya'ni bu vaziyatdan chiqish uchun pozitiv kayfiyatga ommaviy tarzda xalq o'zini uradi. Biroz bo'lsa ham dam olib kelaman, biroz bo'lsa ham kayfiyat ko'tarib kelaman, biroz bo'lsa ham chalg'iyman deb YouTube qo'yadi va shu narsani ko'radida million prosmotr bo'ladi. Bu narsa bugun blogerlarni eng zo'r qarmog'iga aylangan. Ular zo'r psixologlar shundan foydalanadi va shunga mos kontentlarni yaratib million odamlarni aldab boshqarib pulini oladi. Mana holatda mana shunday masalalar bizni ya'ni psixologik farovonligimizga jiddiy zarar yetkazadigan masala sifatida ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlar illyuziyasi, hozir ustoz Vasila Mamunasir gapirdilar, internet masalasi bugun jamiyatning eng katta global muammosi. Va illyuziya deb qo'yganimiz, birinchisi o'sha mavzumizga mos o'rdak sindromi. Rasmga e'tibor bersangiz, o'rdak dengiz suvni ustida muallaq hech narsa harakat qilmasdan suzib ketayotgandek ko'rinadi. Aslida uni suvni tagidagi oyog'i juda katta harakatlar qilayotganligi, cho'kib ketmasligi uchun, shu muallaqni ushlab turish uchun mashaqqat bilan mehnat qilayotgan ko'rinadi. O'rdak sindromi nima uchun? Washington universiteti olimlari tomonidan aniqlangan, bolalarni, yoshlarni, asosan o'rta qatlam va yoshlarni ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan videolari asosida bular doim shunday baxtli yashar ekan, men ham shunday baxtli yashayman deb o'zini yaxshi hayotini buzib qo'yishga qaratilgan sindrom. Ya'ni ko'pchilik aytadi, turmush o'rtog'i har kuni eshik ochganda gul olib kelish kerak, yilda bir marta turli xil sayohatlarga olib borib turish kerak. Ijtimoiy tarmoqlar 3 daqiqa videoni shu sindromga chalinganlar bir umrda tahlil qiladi. Mana odamlar yashayapti-ku, xuddi shunaqa deydi. Zo'r yashayapti-ku dedi. Eng zo'r yaqinda bir konsultatsiya bo'lib qoldi, kichkinagina turmush o'rtog'ini ustidan shikoyat qilgan ayol masalasi bo'yicha. Turmush o'rtog'i taksida qiladi. Bolasi, chaqasi uchun kechqurunlar mehnat qiladi, uyga issiq non ko'tarib keladi, ertalab sahar u yoqdan bu yoqdan qaymoq olib keladi. Mana shuni ko'ra olmasdan ijtimoiy tarmoqlardagi romantik hayotga chalib qolgan ayol keldi. O'rdak sindromiga chalingan. Eng zo'r erkak nima? Ertalab turib, ishga ketib, kech payt olasining oldiga kelib, yaxshi o'tirib, bir-biridan issiq noni bilan birga ham suhbat bo'lgan oila eng baxtli oila hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar hammasi yolg'on. Siz ko'rayotgan narsa 3 daqiqalik narsa xolos. Hayot emas u yoq. Penza universiteti bor, Moskvada, asosiy Rossiyada Penza universiteti faqat migratsiya bilan ishlaydi. Shu migratsiyani oilalarni mustahkamlaydigan yadro bo'yicha tadqiqot o'tkazilgan. Aynan men oila va gender ilmiy tadqiqot institutida doktorskiy himoya qilganimda shu masalani o'rgangandim. Ya'ni qanaqa bo'lgan? Penza universiteti Yevropa mamlakatlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiyani o'zining oilalarini olgan. 3 turkumga bo'lib oilani qanaqa qilib mustahkamlaymiz degan masalani ildizini qidirishgan. Ya'ni yadro qayerda? O'rgangan birinchi etapdan Yevropadan chiqib ketgan, yadro yo'qligi aniqlangan. Ikkinchi etapda o'ziniki Moskva bilan Leningradda oilalari u ham chiqib ketgan. Uchinchi oxirgi etapda bizning Markaziy Osiyodan tojik, qozoq, qirg'iz, o'zbek oilalari qolgan. Va shularda bor. Yadro ko'rinyapti ular tadqiqotlarda va nimada ekanligini topish masalasidan ikkinchi bosqichda etapda o'rganganda kechki payt nonushta vaqtida turmush o'rtog'i, ya'ni er kelib, bolalari bilan birgalikda ovqatlanib, suhbatlashib, bugungi kun hayot qanday o'tganligi, ertangi kun narsalari bo'yicha suhbatlashish jarayonida oilalarni mustahkamlaydigan yadro borligi aniqlangan. Oddiy, elementar narsa, lekin eng kuchli narsa. Bizda bir paytlar bu yoshligimizda eslaymiz, hozir ham bu narsa yo'q bo'lib ketmagan, faqat ustozlar aytgandek asrab qolish. Ota kelmaguncha dasturxonda narsa suzilmagan, ya'ni kutib turgan farzandlar. Kelgan paytda birgalikda o'tirib gaplashib turgan. Hozir hamma o'zi individual ovqatlanadi, televizoriga, telefoniga kirib ketadi. Xolodilnik, mikrovolnovka va texnika bizga inson omilini cheklab qo'yapti-da. Bu narsa aslida bunaqa qilish kerak emas. Yoshlar juda ko'p yoshlar o'tiribdi, ertaga oila qurgan paytingizda mana shu masalani qat'iyat bilan ushlasangiz, oilangiz albatta mustahkamlanadi. Chunki shaxslar o'rtasida munosabat bo'lganda muammolar o'z-o'zidan yechilib ketaveradi er-xotin o'rtasida ham. Shunaqa masala. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda siz ko'rgan baxtli videolar hech qachon siz kutgan va siz orzu qilgan narsa emas. 3 daqiqa video tugagandan keyin uni hayotida juda katta muammolar bor. Shuning uchun aldanib qolmaslik masalasi qo'yiladi.
Xo'p, keyingisi. Selfie vasvasasi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda eng katta muammo va yoshlar ham bu masalaga juda chuqur kiradi. Bir kunda bu Amerika psixologlar assotsiatsiyasi tomonidan tadqiqot o'tkazdirishgan. 2014-yilda selfistik xulq-atvor shakllanganligini ular e'lon qiladi. Ya'ni insonda shu paytgacha insoniyat yashab kelgan paytgacha shu xulq-atvor yo'q edi, bitta xulq-atvor qo'shildi. Ya'ni selfistik xulq-atvor. U nima qiladi? Chegaralari bor. Eng oddiy chegarada turgan bir kunda 3 ta rasm oladi, lekin bittasini ham qo'ymaydi. Bu ham selfistik xulq-atvor. Bu hozir nimaga olib kelishini ko'ramiz. O'tkirroq darajasi bor. Ijtimoiy tarmoqlarga kuniga 3 ta selfie oladi va uni joylashtiradi. Kuniga 3 ta selfieni olib ijtimoiy tarmoqqa joylashtirib, like kutayotgan bolalar, yigitlar bo'lsa, demak unda selfistik xulq-atvor shakllangan. Ya'ni selfie vasvasasi boshlanyapti. Surunkali bo'ladigan bo'lsa, ular 6 ta rasmni oladi va hammasini joylashtirib, albatta ularga nechta like yig'ilganligini ko'rib o'tiradi. Bu esa sizda yangi insoniyatga notanish bo'lgan bir xulq-atvorni sizga kirib kelganligini dalolat sifatida ko'rish mumkin bo'ladi. Hop. Mana selfie vasvasasi nimaga olib kelingan? Tadqiqotlar shu narsani ko'rsatadiki, qarang. Agar selfie tushganingizdan keyin turli grafiklar asosida rasmni go'zallashtirishga intiladi har qanaqa inson. Ya'ni o'z-o'zidan sizni ikkinchi sindromga olib keladi. Tanangizda qabul qila olmaslik holati. Yoqmayapman deysiz o'zingizga qarab. Bu rasm menga yoqmadi deysiz. Siz o'zingizsiz, o'zingizga o'z yoqmayapsiz. Va yana uni o'chirasiz, qayta uni qo'yasiz, o'chirasiz va tanani qabul qila olmaslik sindromi paydo bo'lgandan keyin jamiyatda aynan shunaqa tashvishga va muammoga duchor bo'lib qolgan yoshlar soni ortib ketadi. Chunki o'zidan o'zi qoniqmagan odam tashqarida hech narsa ish qila olmaydi. Mana shu masala ko'tariladi va tadqiqot natijasiga ko'ra Amerikada tadqiqot o'tkazdirilgan jarrohlik operatsiyasiga yuz qiyofalarini o'zgartirish, tanasini o'zgartirish masalasi bo'yicha yotayotgan 42% odamni, erkak va ayollarni barchasi tanasi sog'lom, hech qanaqa tan jarohat yetmagan, faqat ijtimoiy tarmoqlar uchun go'zallashishga intilayotganligi ko'rsatilgan. Bu demak 50% degani. Bizda jamiyatda bu masala hozir statistikasini topolmadim, qidirib ko'rdim, demak yo'q. Ular nima qiladi? Ular ham albatta ijtimoiy tarmoqlarda botoks qildiradi, qo'shin to'g'rilaydi, u qiladi, nima uchun chiroyli ko'rinish uchun. O'zimizni tanamiz o'zimizga yoqmay qolgandan keyin ana endi muammoni juda katta bir tubiga kirib qolamiz. Undan chiqish yo'q bo'ladi. Mana kechqurun e'lon keldi, balki ko'rgansizlar, Buxoroda plastik operatsiyaga o'tgan qiz vafot etgan. Kechqurun chiqqan natija, u ham soppa-sog', hech qanaqa kasal yo'q, faqat shu ijtimoiy tarmoqqa o'zini chiroyli dard ko'rsatish uchun. Nima qilgan? Grafik asosida rasmni qo'ygan, yoqmayapti, u chiroyli qilib sun'iy intellekt yaratib bergan, xuddi shunaqa qilasan, doktorga borgan. O'zini sog'lomgina Xudo yaratgan chiroyli bir qosh ko'zini yoqtirmay qoladi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda bitta katta muammoni olib keladi. Tushkunlikka tushgan va charchagan yoshlar ko'payib ketadi. Shuning uchun hammasi birinchi paraga kirsangiz darsga uyqusirab o'tiradi. Men oliy ta'lim ishlagan uchun aytyapman. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha tadqiqotlar nimaga olib kelingan? Xo'p, Asla Brain Mapping Center tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kichik yoshli bolalarga qaratilgan. Aynan 5-6, 10 sinf bolalarigacha mo'ljallangan. Agar ijtimoiy tarmoqda bolalar yuritayotgan bo'lsa, olib qo'ygan videosi va like uchun ularda bosh miyasida mukofot markazlari ishga tushib ketadi va internetga tobelik ortadi. Endi har doim o'sha videolarni, rasmlarni qo'yish ortib boraveradi. O'z-o'zidan miya shunga chorlaydi. Va ularda uy vazifalari, sport bilan shug'ullanish, ilm olishga bo'lgan barcha narsalar, motivlar o'chadi. Chunki siz faqat ijtimoiy tarmoqda o'shani kutib qolasiz. Bu bitta tadqiqot xulosalari. Keyingisi. O'sha tomonda ishlaydim bu. Xo'p, Buyuk Britaniya Milliy statistikasi boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan statistik ma'lumotga ko'ra, kuniga agar 3 soatdan ijtimoiy tarmoqda o'tirgan bolalarning ruhiy salomatligi, ya'ni agar bir kunda bog'chada, uyda, yotishdan oldin ertalab nonushta paytida 3 soat hisoblashgan, agar shunaqa bolalar bo'lgan bo'lsa, o'zini tengdoshlariga nisbatan psixologik salomatligi 2 barobarga kamayadi. Ijtimoiy tarmoqlarda va bolalarda virtual olamda o'tkazilgan vaqtlarda ularni emotsional va ijtimoiy rivojlanish kechikkan. Ko'pchilik o'sha internetlarda post qo'yganimda televizorda tomosha qilsa so'z yodlaydi, ko'proq o'rganadi dedi. Aslida televizor va telefonlarda tomosha qilib o'tirish nutqni kechiktiradi.
Nutq bu eshitish bilan emas, muloqot bilan shakllanadi. Unga 3 soatlab, 4 soatlab faqat eshittirib qo'yamiz, lekin gaplashmaydi, faqat eshitadi. Agar diktor bilan gaplashganda boshqa gapirdi. Shuning uchun kechikish ehtimoli bu yerda ko'payadi. Xo'p, Kaliforniya universiteti professori Larry Rosen tomonidan bo'lgan tadqiqotda muntazam ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan yoshlarda empatiya tuyg'ulari zaiflashib ketadi. Empatiya birovlarga hamdardlik bildirish, borib ham qarindoshini ko'rish, borib yaqin dugonasi kasal bo'lsa, bemor borib yugurib borib istig'no bilan xabar olib kelish. Oddiy empatiya tuyg'ulari. Yondosh masalasi. Shularni hammasini yo'q bo'lib ketishi ijtimoiy tarmoqlarda. Ya'ni uni his qila olishingiz yo'q. O'tiraverasiz shu masalalar bo'yicha. Bu ish ketadi. Xo'p, Glazgo universiteti bolalarda uyqu muammolarining ko'payishi og'zaki muloqot va qadr-qimmatning yo'qolishiga olib kelishini isbotlagan agar ijtimoiy tarmoqda o'tirsa. Xo'p, keyingisi Oxford universiteti nevrologi Susan Gorfield aytgan, Facebook va Instagramdan ko'p foydalanayotganda inson miyasi degradatsiyaga uchraydi. Ustoz hozir aytdilar va diqqatni jamlash kuchi zaiflashadi. Insonning miyasi degradatsiyaga uchragandan keyin o'zi nima o'zi? Qisqa qilib tushuntirsak, shaxsni jamiyatda ma'naviy, intellektual, axloqiy, hissiy yoki ijtimoiy jihatdan tanazzulga uchrash. Ya'ni miya o'zining faoliyatini sekin to'xtatadi. Faqat bir tomonlama bo'lib qoladida, siz imkoniyatingiz juda ko'p edi, lekin uni amalga oshira olmaysiz. Mana shu bo'yicha ketadi. Ichki salohiyatingiz, qadriyatlaringiz, motivatsiyangiz, empatiyasi hammasi sekin-sekin yo'q bo'ladi. Agar Facebook, ijtimoiy Instagramda juda ko'p soatlab faqat o'shanga bog'lanib qolgan bo'lsangiz. Mana shu masalada. Xo'p, keyingisi Kaliforniya sindromi. Kaliforniya bilasizlar, dunyodagi barcha sivilizatsionni o'sha kino markaziy deysizmi, sanoat deysizmi, eng zo'r shahar. Shundan kelib chiqilgan narsa bugun yoshlar orasida ko'paygan, ya'ni insonda kayf safoga, mukkasidan ketishi, xudbinlik va yolg'izlikni xohlab qolish bilan bog'liq bo'lgan sindrom yoshlar orasida. Ya'ni tezroq o'sha tez boy bo'lib ketib, yaxshi yashab, faqat o'yin kulgi bilan hayotni o'tkazdirish. Bu ham yaxshi narsa emas. Bu oqibati nima bo'ladi? Oqibati oxiri suitsidga olib keladi. Henry Fordning o'g'li misolida, Henry Ford o'g'liga har qanaqa imkoniyat yaratib bergan, o'g'li juda yosh o'zini o'ldirgan, tarixini o'qigan bo'lsanglar, xat yozib qoldiradi. Menga siz juda ko'p narsalar berdingiz, men bundan zavqlandim, hayotdan zavq topa olmayapman, men bu dunyoni tark etaman, xat yozib o'zini o'ldirib qo'ygan. Ya'ni Kaliforniya sindromi ham agar bolalarda mana shu narsalarni nazorat qilmasak, imkoniyatimiz bor, hozir iqtisodiy imkoniyatlar yaxshilanyapti. So'ragan narsasini olib berib imkoniyatni qila olgan bo'lsak, bola motivatsiyasini, hayot maqsadlarini yo'qotadi. O'ziga imkoniyat qo'yib berib, o'ziga intiltirib, bor bo'lsa ham ozgina u bilan birgalikda erishish degan tamoyilni kuchaytirish kerak bo'ladi. Keyingisi Paris sindromi. Yapon ayollarda kuzatilgan birinchi bor yapon ayollari kitoblarda, kinolarda, turli xil asarlarda Parij haqida o'qigan, ko'rgan narsalarini ular orzu qila boshlaydi, Parijga borishdi. Va xushbichim yigitlar, romantik hayot, chiroyli shahar deb o'ylaydilar va yapon ayollari Parijga otlanadi. Parijga yetib borganda ular kutgan orzudagi Parijni ko'ra olmay qaytadi. Ya'ni orzularni paymolga aylanishi. Sindrom shunaqa nomlanadi psixologiyada. Biz ham ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rayotgan bizni turmush o'rtog'imiz zaksda paytda bir gelik olib keladigan sindrom paydo bo'ladi. Ungacha velik minganmisiz bir tahlil qiling. Sizni to'yingizga vertolyotda albatta gul kelib ustingizdan tushib qoladi. Orzu qilasiz. Real hayot unaqa emas-ku. Ya'ni sindromlar insonda mavjud hayotidan ideallashtirish tomonga olib ketib qoladi. Mana shu masalalarga ozgina e'tibor berish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi Nusrat Peshkan degan asli eronlik, Germaniyada istiqomat qilgan, vafot etgan psixiatr, psixolog, insonlarni boshiga tushadigan turli xil kasalliklar, muammolarni o'zi sababchi ekanligini aniqlagan va Nobel mukofotiga laureat sifatida berilgan, olmagan, lekin nomzod ko'rsatilgan. Ya'ni insonda organik nutqini o'rgangan. Chin dildan, achinib, qayg'u bilan siz agar hozir ko'rsatgan gaplarni gapiradigan bo'lsangiz, shu kasalliklar sizga o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bu narsani aniqlashgan. Mana misol uchun 3-4 tasi misol qilamiz. Organitda sabr kosam to'ldi deb qattiq jahl bilan gapirsangiz, gipertoniya bo'ladi. Holatda asabimni sinaman, depressiya,
barchasi meni bo'ynimda qoldi. Asxantroz, o'lgurak charchadim, urologik kasalliklar, qonimni ichding, juda charchab ketdim sandasi qon kasalligi paydo bo'ladi. Ya'ni organik nutq tanani o'sha joylariga ta'sir o'tkazdiradi. Bu uzoq yillar o'tkazilgan ilmiy tadqiqot. Jahl qilgan paytda, ishdan charchagan paytimizda, turli xil vaziyatlarda ichimizdan turib bu narsalarni gapirmaslik tavsiya qilinadiki, albatta o'zimizga bir narsa holat bo'lmasligi uchun. Zamonaviy psixologiya masalasi qanaqa? Zamonaviy psixologiya g'arbni baxtli qila olmadi. Agar g'arb psixologiya orqali baxtli bo'lib ketganda, suitsidlar 50-60%, ajrimlar 50-60% bo'lmasdi va ular haliga qo'pol qilib aytganda, bola yetalashdan ko'ra it yetalashni afzal ko'rmasdi. G'arb psixologiyasi zamonaviy psixologiya deganda Pavlovni nazarda tutadi va shundan boshlaydi ular odatda. Pavlovda shu bitta yaxshi gap borku, g'arb psixologiyasi itni o'rgandi, lekin it fe'l odamlarni yo'qota olmadi deydi. Xuddi shunaqa. G'arb psixologiyasi ijtimoiy tarmoqlarda, turli xil joylarda onlayn kurslarni o'qib bizga singdirayotganlar uchun bu bir sabab bo'lsa, g'arb psixologiyasi baribir shaxtni o'rganadi, qachondir keladi. Chunki baxtlik masalasi ularda yo'q. Ko'p hollarda egoizmni kuchaytirish bu baxtlilikka olib kelmaydi. Xo'p. Endi oldini olish yo'llari misolcha qisqacha qilganmiz. O'qish, fikrlash, ibodat, ya'ni ma'naviy o'sishga e'tibor bersakkina sindromlardan qochamiz. O'zimiz nima ekanligini tahlil qila olishimiz kerak. Holatda haqiqiy insoniy munosabatlarni qadrlashimiz kerak. Ishonch, do'st, oila, dugona, qarindosh degan tuyg'u munosabatlarni agar qadrlab ustun qo'ysak, biz sindromlarga tushmaymiz, yengamiz. Xo'p, minimalizm va ongli hayot tarziga qaytish, ya'ni subliminal buyruqlarga kirib qolishimiz kerak emas va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash, psixologlar, mediatsiya bilan ishlash masalasi qo'yiladi. Xo'p. Endi shu odam kim taniydi? Xorazmiy hisoblanadi. Xo'p. Xorazmiy bu formula yaratgan. Insonning hayotining formulasini yaratgan. Shuni ko'rsataman. Insonda tarbiyasiga birni qo'ygan. Inson tarbiyasiga bir raqamni qo'yganda va uni insonning holatini shakllantirgan. Insonda olgan ilmiga 0 ni qo'yganda va 10 bo'lgan. Insonda tashqi ko'rinishi, go'zalligiga yana bitta 0 ni qo'ygan. 100 raqamini hosil qilgan. Keyingisi insonni kelib chiqishi, nasl nasabiga yana 1 ni qo'yganda 1000 ni hosil qilgan. Xorazmiyning formulasi. Agar e'tibor bering, bir dopda nima bo'ladi? Siz zo'r olim bo'ling ertaga. Siz zo'r chiroyli ko'rinishga ega bo'ling. Nasl nasabingiz asl kazolardan bo'lsin. Agar tarbiyangiz yo'q bo'lsa, 1000 raqami sizda yo'q bo'ladi. Shuning uchun jamiyatimizda g'arb psixologiyasidan farqli o'laroq bizni psixologiya tarbiyani ushlash kerak bo'ladi. Biz bugun jamiyatda o'rgatadiganlardan ko'ra o'rnak oladiganlarga ehtiyojimiz ortib ketgan. Hamma o'rgatadi hozir. Lekin uni o'rnak bo'ladigan odamlarning soni kam. Shuning uchun biz pozitsiyani o'zgartirsakkina yutamiz. Hozir ma'ruzaning oxirida bitta kichkina mashq qilaman-da, shu yoshlar bilan o'zingiz bilib olasiz, nima uchun bunaqa ekanligini. Xo'p, hayot formulasi qanaqa bo'ladi? Ilm o'rganasiz, sizning yutug'ingiz, o'zingizni isloh qilmaysiz, boshqalarga ham tatbiq qilmaysiz, bu tanazzulga olib keladi. Hozir o'rganyapsiz bu masalani. Keyingisi, ilm o'rganasiz, o'zingizni ham isloh qilasiz, lekin boshqalarga tatbiq qilmaysiz. Bu muvaffaqiyatsizlikka olib keladi ertaga. Hech narsa qilmaydi. Keyingisi, ilmni o'rganasiz, o'zingizni isloh qilasiz, boshqalarga tatbiq qilasiz, ana endi taraqqiyotga erishasiz. Odam mana shu masalalarda hayot o'zining formulasini qilib olish kerak. Kimdir o'rganib bo'ldi, o'zim uchun emas. O'rganing, o'zingizni isloh qiling, keyin yoqqa boring. Hozirgi aytganimizdek, Xorazmiyning 1000 formulasi bizda namoyon bo'ladi. Qarang. Oddiygina 1000 grammli tosh. Rasmni ko'rib turibsiz. Buni hozir men xususiyatini aytaman, ya'ni insonda o'zining imkoniyatiga bog'laysiz. Qarang. Agar shu xomashyo sifatida shuni qiymatini ko'chaga olib borib kerakli joyga sotsangiz, taxminan $100 ga aylanadi. Agar shu toshni ot uchun taqa qilib yasash masalasini o'ylab ko'rib, uni sotsangiz $250 foyda qilasiz. Bitta anaqadan.
Agar undan tikuv ignalari yasalsa, qiymati 70 ming dollarga aylanadi. Kichkinagina mashinalar uchun nina yasasangiz. Agar undan prujina, shisterlar ishlab chiqarish uchun yo'naltira olsangiz, 6 million dollar foyda olasiz. Sizdan kelib turgan foydasi. Agar litografiya, ya'ni skaner masalalarini ishlash, shu jarayonlarga, lazer detallariga uni narxlab turib jo'natadigan bo'lsangiz, uni narxi 15 million dollarga chiqadi. Oddiy bittagina imkoniyat, xulosa nima bo'ladi? O'zingizni qiymatingizni o'zingiz baholashingiz kerak. Nima imkoniyatga egasiz? Birinchi narsadan erishib turib, komfort zonada qolib ketish kerak emas. Inson o'zining imkoniyatlarini xuddi shunday ko'rsatilgandek olib borib, qanday darajaga erishish mumkinligini ko'rish mumkin bo'ladi. Xo'p, yakuniy xulosa, ko'p gapirib o'tsam uzr so'rayman. Bizni o'z tariximiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimizdan boshqa hech narsa yorug'likka olib chiqmaydi. Hech narsa olib chiqmaydi. Baribir, xo'p, baxt uzoqda emas, ichimizda ekanligini tushunsak bo'ldi deydi. Baxtli bo'lishimiz uchun uzoqqa ketish shart emas, faqat o'zimizga kelsak bo'ldi. E'tiborlar uchun katta rahmat. Добрый день, уважаемые участники семинара конференции. Тема моего выступления – актуальные проблемы подготовки каракалпакской молодежи к семейной жизни. Сегодня, когда происходят быстрые социальные и культурные изменения, особенно важно понять, как современные условия влияют на молодежь, вступающую в брак, а какие трудности они испытывают в подготовке к семейной жизни. Доклада ustozlarning ko'pchiligi bu hozirgi jahon miqyosidagi oila muammolari haqida aytib ketgan edi. Men bunga to'xtamayman. Hozirgi vaqtdagi oila etnopsixologiya, Qoraqalpoq xalqidagi etnopsixologik muammolarga to'xtab o'tsam. Подготовка семейной жизни, кроме общих проблем и положений, имеет региональные этнопсихологические особенности, незнание которых можно резко снизить эффективность психологии, педагогической и психорекционной, психопрофилактики работы специалистов. Работа без учета этнопсихологических особенностей контингента испытуемых можно вести к минимуму научной ценности, полученных результатов из формирования учеными рекомендаций. В каракалпакской культуре издавна действуют этнопсихологические нормы. Знание своего рода до 7 поколений. Следование принципу родовой чистоты, табу на браку внутри рода. Высокий рост старших, передачи норм поведения. Глубокое уважение к женщине как хранительнице очага. Народная мудрость у каракалпаков гласит: приказ женщины, приказ Бога. Эта особенность формируется не только моральный облик личности, но и модель семейной идентичности, что особенно важно при современных культурных изменениях. Этнопсихологическая традиция, особенно каракалпакская и мусульманская культура, передача семейных норм ожиданий осуществляется через поколений наблюдений. Смотри на мать, если хочешь знать будущую жену. Гендерная социализация каракалпакской культуры носит традиционный характер, обеспечивает уместность норм через межпоколенные наблюдения. Однако некоторые обычаи, например, казалкашу, похищение девочек без ее согласия вызывает противоречие между культурой и современными нормами, нередко приводят к психологическим травмам. Сегодняшняя еще вот эта традиция у нас имеет еще трансформацию. Сегодня некоторые проблемы решаются с этим традицией, именно похищение девушек согласием. Потому что у нас сама эта традиция появилась в древних давно, и это было связано с экономическим и психологическим, потому что раньше, когда любились мужчины и женщины каракалпакской семьи, а родители не давали согласия, поэтому мужчины тогда похищали это. Но потом, когда вот сегодняшняя эта проблема решается именно похищением согласием, потому что сейчас у нас экономические проблемы. У нас есть такая традиция выкуп. Выкуп – это региональные особенности, даже выкуп у нас по регионам, по районам отличается. Например, в Кунградском районе сейчас именно выкуп состоит 50 миллионов или 60. А именно в Тактакупырском и других районах это 30-40 миллионов. Поэтому сейчас родители эту проблему решают
по этой традиции похищения именно с согласием. Во время таких традиций, как Мурундук Эни и Мурундук Ата, могут рассматриваться как позитивные формы поддержки молодой семьи, основы для создания современной настоящей программы. Это тоже наша традиция, это Мурундук Ата, Мурундук Эте, как это на русском языке, это крестный отец, типа. Но это обязанность всегда давали древних родители древних, именно ставили таких людей, которые родственные связи именно отделяются. Они именно в Мурундугата, Мурундугине ставили такого человека, который родственные связи далеко, и чтобы эта родственная связь не üzülмәс үшін қойылған. Поэтому сейчас, но эта тенденция тоже сейчас меняется. Мурундук Ата именно ставит таких людей, которые есть экономические факторы. Если у этого человека есть хорошая должность, если у него хорошие отношения, именно поэтому ставится сегодняшняя эта традиция. Тоже меняется. Исследования и наблюдения позволяют выделить несколько ключевых проблемных направлений. Дисбаланс между знаниями и навыками, гендерные стереотипы и конфликты ролей, ограниченность институциональной подготовки, цифровая трансформация и дилемма. Да, это наше, именно через исследования были выявлены такие проблемы каракалпакских семей. Это молодежь часто декларирует важность семьи, но не владеет конкретными жизненными компетенциями. Как решить бытовые проблемы, как договориться о конфликтной ситуации, как быть ответственным родителем. И традиционные ожидания, например, роль невестки в отношении свекрови, нередко вступает в противоречие с современными установками на партнерстве и равенстве супругов. На основе исследований предлагаются следующие меры. Рассчитанные на образовательные учреждения, органы социальной политики, общественные институты. Внедрение комплекса образовательной программы. Модель Шанрак, научный практический центр. Один из ключевых направлений совершенствования подготовки молодой семейной жизни является психологическое просвещение родителей в вопросах воспитания детей. Важно не только обучать саму молодежь, но вовлечь родителей через систему родительского университета при школах и техникумах. Такое просвещение направлено на повышение культуры семейного общения, развитие психологической грамотности, формирование у родителей учащихся понимания современных семейных ролей, партнерства и взаимоуважения. Разработка этнокультурные адаптированные материалы, пилотирование модели разных институциональных средах. Школа, университет, молодежный центр, махалле, семья. Проводит эффективность программы и корректировку ее с учетом локальной особенностей. Таким образом, подготовка каракалпакской молодежи в семейной жизни – это не узкая социально-культурная, а комплексная психолого-педагогическая задача. Она требует комплексного подхода, объединять усилия школы, семьи, общества и государства. Семья – это зеркало народа. И пока она чиста, живет и процветает сам народ. Семья – это не просто союз двух людей, а духовное продолжение народа. Сохранив семью, мы сохраняем нацию. Спасибо за внимание. Salamat billah. Hamkorligimiz shunda yana davom etadi. Professor o'qituvchilar darsdan ozod bo'lgan holda kelib ishtirok etganlar uchun sizlarga katta rahmat. Hokimiyatdan bevosita va bevosita Buvijon kengashining raisalari bularga katta rahmat. Bilaman hamkorlikni yana davom ettiramiz. Hozir eshitgan narsalarimizni sizlar talabalar o'zingizga yaxshilab olib qolinglar. Bu yuzasidan hali birgalikda biz ishimizni davom ettiramiz. Men hali aytgandek, o'zimizni begimdagi yon bo'lmaydi, bu yerda bir alohida xona qilib turib, shunaqa psixologik maslahat xonasi qilib, shu psixologik maslahat xonasiga bu yerdagi mahalliy aholilar ayollar bo'ladimi, erkaklar bo'ladimi, bolalar bo'ladimi, kim bo'lishini qat'iy nazar, qaynona kelin bo'ladimi, biz professional sifatida, psixolog sifatida maslahatlarni berib va shu bilan birga mana shuni o'zi to'g'ri ham yoziladi. O'zimizda bor-ku har bir auditoriyada kameralar. Xuddi o'shanaqa yozilib, talabalarga bu amaliyot bo'ladi.
bu dual ta'limni bevosita tatbiq qilib bo'ladi. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Hamkorligimiz hali yana rasmiylashtiramiz ham, davom ettiramiz. Talabalar, sizlar mana bu eshitgan narsalarning hammasini davomchisi, ijrochisi va bizni davomchimiz sizlar bo'lasizlar. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Profi University. Think out of the box.